Ekran aldiki barcha atalar, analar, akalar, hadilar, kurdaşlar, dostlar, sırdaşlar, muğdaşlar, sınırlar, ufkular. Hammalar bilan bugünkü yani Şinjan Yolbariz Maşin Mülazime Çekiş Şirketi'nin xeridarlarına minnettarlık bildiriş faaliyeti arkalık yüz görüşkenligimden en hoşal men riyasetçilik hizmeti bilen sizler üçün bana muşu sehinde hizmet kılış özümden hoşallığı bəxti tali de bilip kiloatkan riyasetçi dostumlar Gülşen Mehmet Dursun. Hammalarga otluk salam, mehir, muhabbetlik salam. Rahmet. Bizden bugünkü faaliyetimiz yani Şinjan Yolbariz Maşin Mülazime Çekiş Şirketi'nin faaliyeti yani xeridarlarga minnettarlık bildiriş faaliyeti Elgüy Torda, Elgüy Bivas tarqıtış süpsüda naq meydandan huzurunlarga tarqıtılıp. Eğer hazır bizden faaliyetimizi görgen bolsanlar derhal İnkaz rayonuna Gülşen nede yaki Gülşen sınılın faaliyetini körüatımız intayın kalkıs bulduganda qıptırdıp bugünkü şu Yolbariz şirketinin faaliyetinin yaxşı buluşuğa işençimizin bildirimiz şundakla en güzel tileklerini sizlerge tileyimiz de güzel sözlerini kaldırıp koyalım olsalar ben tileklerini bir köreye başta İnkaz rayonunda hadi erketke kilanlar derhal Mana bizden süyümlük görmenlerimiz pek güzel tileklerini tileşinin başladığı yani Gülşen'in avazını köz tekmişsin Gülşen'e de Gülşen avazınız köz tekmişsin Gülşen'e de biz güzel tileyimiz Yolbariz en noçi deydi tabi en noçi Ama bir ruhsat bayımı deyip olması kilettim de meydan kaydaydı kilet etimlik faaliyetimizde sizin kızının karşılığınız Gülşen sanırım kalktınız rahmet Onda bulsa bugün biz ekranındaki görmenlerimizge pek katlı mükaffatlarını tayarlık. Bizden faaliyetimizni görürsüler. Elbette Şinjan Yolbariz Maşin Mülazime Çekiş Şirketi ekranındaki barış görmenlerimizge çok bir katlı sanat numaralarını tayarlaylı da biz yaxşı gördüğün, hürmetleydiğin, takırıldığın, bizge jürkini belgen şundakla bizim jürkimizni belgen şu sanatkarlarımızı naq meydanda teklif kılış arkalık sanat numaralarını sizlerge soğuk kılmakçı. Onundan başka şunçilik mert, sehi boğan Şinjan Yolbariz Maşin Mülazime Çekiş Şirketi yani sizler için bizim faaliyetimizi köz anlarla mükafatga eriştiğin fırsatlarını hazırlap verdik. Qandaq degende oldu bilen bir şartım var. Şartlarım var. Ben müziğini sal boşurak fıkam qara. Özlemden şu divada turup riyasetçilik atqanda kesip qaldı ekan ben. Çok veritinlar da bolsa. Lekin pek yaxşı ufkam. Çünkü bu müzikler arkalık canlanışımız gerek emez mi? Rahmet sana. Şundaqlab bugünkü faaliyetimizde biz üçün hizmet qıvatqan perde aldıdaki, perde aqısidaki, Elgüy Torudaki barcha hizmetçilerge, barcha yaxşılarga salımımni yollayman. Japa çekdinlar. Rahmet sizlerge, rahmet. Bayıqı mezmunga qaytib kelsek, yani şart var. Mukafatga erişken azırak tırışçanlık göstermesek bulmaydı. Çok көп tırışçanlık göstergenden keyin anda mukafatga erişsek, menimce Yolbariz şirketini herkes unutup kalmayımız. Bundan keyin Maşin Mülazime bilen münasebetlik işler olub qalsam to'yinchi kallanlar kildigini, isimlarga kildigini Yolbariz buluş gerek. Şunlaşqa hazır şartım var. Birinci biz bugünkü bevosita tarqitishimizni, bugünkü faoliyatimizni nada ko'ryapmiz deganda Elgüy bevosita tarqitish supsida ko'ryapmiz. Elgüy Tordan huzurulyapmiz. Undaq bo'lgan ekan, eng oldida Elgüy Torga agishinglar kerak. Bu birinchi shart. Elgüy Torga agishsizlar. Ikkinchi shart bo'lsa, bugünkü faoliyatni to'xtamay do'stlar chamdirkiga ham bahirlaysizlar. Finshan qilsizlar. Bu ikkinchi shart. Uchinchi shart toplağa yollaysızlar. Az degende 2 toplu yollaysızlar. 4-nji şart bolsa Gülşen Mehmet Dursun'un telefon numarını bilişinglar gerek. Bu çaqçaq ha? Bu çaqçaq. Bu çaqçaq. 5-nji bir şart var. Yolbarizni yaxşı görüşinglar gerek. 6-nji şart bolsa Yolbarizning qurg'uvchisi İlyar Rahman yaxşı görüşinglar gerek. Şundalar bu mukafatga erişe alaysizlar. Külge çavak çalsanglar tamamen buludu. Şununla ekran aldırık qadrli görmenler. Ben bayağı degen aldığınki 3 şartlar, bu 3 şartni hazırlasanlar mukafatga erishish nisbatinlar yuqori bo'ldi. Nimishqa deganda bizning mana bu hayda kim Elgüy Torga agashdi, kim do'stlar chamberkiga jiq
hem bəhirildi. Kim cıq toplağı yolladı deyen sanlıq məlumatlar həmiz çıxıb durdu. İntayın iniq. Şunun üçün biz sizlərə xizmət qilishqa tayyor bo'lgandek, sizlarmi bizning o'sha kichikgina talablarimizni o'rinlab bergan bo'lsanglar, rahmat sizlarga, rahmat. Mana İlyar Katiximi algı ilgirlang, İlyar adaş, şirketinglarning ishlariga mangu oq yo'lliq tilayman. Yo'lbaris Noji çıqırıp koydum çemberekке deydi. Yaraysizlar. Ben hoş oldum cumu. Şunda hamda bir-birimizni qo'llashlar bo'p tursa, bir-birimizni yaxshi ko'rishlar bo'p tursa, bir-birimizga ilhom, madad, kuch berib tursak, albatta bizmi sizlarga eng yaxshi shaklda mulozimat qilamiz. Albatta Xinjiang Yo'lbaris mashin mulozimat cheklanish şirketimi bundan keyin o'zining eng yaxshi holatida sizlar uchun eng noji eng shash holatida xizmat qildik. Hammalarni japa qo'ydigan bo'ldik. Ekran oldidagi barcha ko'rmanlar hozir unda bo'lsa tunji bo'lib qilgan ishlarning bo'ldi deganda do'stlar Chambirkiga ham bahirlash. Rahmat do'stlar Chambirkiga ham bahirlagan vaqtinglarda bir mazmun yozishimiz kerak-ku endi. Shu mazmunga mana bugun Xinjiang Yo'lbaris mashin mulozimat cheklanish şirketining bir katta faoliyati ilib berilyapti. Hammalarning ko'rishini umid qilamiz. Biz Yo'lbarisni mangu qo'llaymiz deganda go'zal tilaklar bilan, go'zal jumlalar bilan chiqarsanglar, boshqalarning diqqatini texmi qo'zg'ay olamdikin deb o'ylayapman. Yaxshi ishlar maxfiy qolmagan bo'lsa. Rahmat. Yaqinda bir jumlani yaxshi ko'rib qoldim. Ya'ni gulga pürkengen, gül çiçekке to'lgan bağdımı güzel bir joy bor desa, o qayar, o insonning qalbi. Yani ekran oldidagi bugungi bizning alkuy bevos tarqitish suhbatimiz orqali Xinjiang Yo'lbaris mashin mulozimat cheklanish shirkatining faoliyatini ko'rayotgan ekran oldidagi barcha do'stlarimiz sizlarning qalbinglar. Rahmat. Sizlarning shu go'zal qalbinglar bo'lganligi uchun Xinjiang Yo'lbaris mashin mulozimat cheklanish shirkati bugünkidek katta natijalarni qo'lga keltirdi. Sizlar bo'lg'ash Xinjiang Yo'lbaris mashin mulozimat cheklanish shirkatining atsi texmo go'zal bo'ladi. Rahmat sizlarga. Mana shunday go'zal qalb egisining bizning do'stimiz, bizning qarindoshlarimiz bo'lganligidan bizmi mangu o'zimizni baxtli, talaylik insonlarning qatoridan o'rin olamiz. Yana bir qitim Yo'lbaris nomidan hammanglarga rahmat. Bugün faaliyetinin sahipxani Xinjiang Yo'lbaris mashin mulozimat cheklanish shirkati. Faaliyetinin sahipxani bo'lganligi uchun cho'qim shirkatni bir tunishtirib o'tishimiz kerak. Shundaqmi? Chunki ekran oldidagi ko'rmanlarimizning ko'pinchisi shirkat haqida xili cho'nqur tushunchaga, balkim qisman do'stlarimiz bilmasligi mumkin. Bugungi biz faaliyetni minnatdorlik bildirish faoliyatidan boshqa yana ekran oldidagi do'stlarimizga bir hamkorlikdan yaxshi fursatni yaratib berish hamda mushundaq bir noch shirkatni bildirish maqsadida ilib bordik. Shunlashqa oldi bilan bu shirkatni bir tunishtirib o'taman. Diqqatinglar tunishtirishimda bo'lsin. Ya'ni mana Yo'lbarisning taraqqiyot istiqboli bor. Yo'lbaris cho'qim texmo taraqqiy qildi. Rahmat, sevimliklar, rahmat. Xinjiang Yo'lbaris mashin mulozimat shirkati 2015-yil Urumchida qurilgan bo'lib, bugunga qadar nurg'un muvaffaqiyatlarni, nurg'un shonliq natijalarni qo'lga keltirdi. Hozir Xinjiang Yo'lbaris mashin mulozimat shirkati qaramog'ida Qashqar Yo'lbaris, Yakan Yo'lbaris, Magit Yo'lbaris, Qog'liq Yo'lbaris, Longjiching mablag' silish cheklanish shirkati Sanya Yo'lbaris mashin ijaragarchiligi, Sanya Yo'lbaris uy mulkchiligi, Sanya Yo'lbaris hayotchiligi, Sanya Yo'lbaris mehmonsaroy boshqarish shirkati qatorliq shirkatlar qurilib, o'zining yangilik yaratish, izdinish, chapoq chidash ro'yi bilan nurg'un shon-sharaf va natijalarni qo'lga keltirdi. Men faaliyatning oldida cho'qim shu shirkatning qurg'uvchisi bilan paranglashimiz kerakda paranglashdim. Paranglashib bu shirkatning tunishtirishi bek oddiy bo'lib qolibdi-ku, qisqa bo'lib qolibdi-ku. Asli mushunaq tunishtirishdan bir 5-6 bet bo'lish kerakda deb talab qo'ydim-da, o'zimcha bir kasbiylik, axloqim bek tutib ketdi-ku. Bir yaxshi mulozimat qilsam deyman-da desam, bo'ldi ya-da, mushunchalik tunishtirsak kifoya deb. Bu nimadan derak berdi deganda Cıq tunuşturmasaqmı, bizning şirketimizden hazırgıca yaratgan natijasi eng yaxshi tunuşturuş, eng yaxshi e'lon. Bek cıq sözlümisəkmi buludu dedi. Şunundalam şirketning amaliy kuchining qanchalik zo'r ekanligini bildik-da. Men shuncha xursand bo'ldim. Albatta, har bir shirkatning o'zining tutgan yo'li bor.
Lekin mana mushunaq o'ziga ishongan bir shirkat kelajakda texnik shonliq natijalarni yaratmay qolmaydi. Olg'a. Xo'p, yaraydi yo'lbars. Endi mukofotlarni deb o'tayman ekran oldiga ko'rmanlar. Mukofotlarimiz intayin qoldi. Ya'ni boyaman degan shartlarni hozirlasanglar. Mukofot bormi? Mukofot yo'q, mukofot ko'nglimda. Ya'ni Xinjiang Yo'lbars mashin mulozimat cheklik shirkati ta'minlagan haqsiz sayyoh mukofoti. Endi tushdi muzika. Aslında sen bu yerga chiqishingda sayyohda sayohat qilgan muzikadan birini berishing kerakdi. Sen sayohat berib qolsang qaysi muzikani tushiratding? Qıcılab tutdim. Sayyoh sayohatchi mukofoti, shunlashgan shu mukofotlarni bizning do'stlarimizninki faoliyatimizni ko'rgach, erishishimiz uchun yuragimizda umid qilamiz. Uni boshqa ekran oldidagi ko'rmanlarimiz navoda bir yangi hamkorlashadigan tur o'ylayotgan bo'lsanglar, nim qilishni bilmayotgan bo'lsanglar, Xinjiang Yo'lbars mashin mulozimat cheklik shirkati sizlarga eng yaxshi bo'lgan turlarni, shundaqla eng yaxshi bo'lgan uchurlarni, eng yaxshi bo'lgan maslahatlarni bera oladi. Yana bir katta xabar bor. U bo'lsa-mu shu 2-oyning oxirigacha, 2021-yil 2-oyning oxirigacha Xinjiang Yo'lbars mashin mulozimat cheklik shirkati bilan hamkorlashib, ya'ni 300 million bilan shirkatning bosh hamkorlashuvchisi bo'lalasanglar, 5 xil sug'urtani to'lab beramiz. 5 xil sug'urtani Ujing to'lab beramiz. Undan boshqa haqsiz sayyoh mukofotiga erisha olasizlar. Navoda bizning shu shirkat bilan hamkorlashgan vaqt sonimiz shirkatning belgilangan vaqtiga yetalsa, yana Chufangong Jing turalg'u uy fondi shu pulni to'lab beramiz. Shundaqmi? Shundaqmi emasmi? Shundaqa. Mana mushundaq katta imtiyozlar ekran oldidagi ko'rmanlarni saqlayotdi. Unda bo'lsa, darhol harakatga kelinglar. Çavak. Bugün şu faaliyeti uyuşturgan Xinjiang Yo'lbars mashin mulozimat cheklik shirkatining qurg'uvchisi İlyar inim haqiqatan baxtlikan bak talaylikka deb o'ylayman. Mushnaq maydonga kelgan hammasi İlyarning eng yaxshi ko'radigan, eng cho'ng biladigan özünün urug' tuqqanlari, qarindoshlari, do'st birodarlari, oji singillari, ukalari degandek. Undan boshqa shirkatga xizmatchilar, yana hamkorlashuvchilar, vakolatchilarmi bor. Mushunda ko'rib turishga bo'ladiki, bir odamning odamiligi yana jan yorisi yaxshi bo'lsa, bu yanadagi odamlarmi shuncha kuchli bo'ldi ekan-ku. Bu küçük adamlar şu küçük adamның yeniga özlügidan toplandi ekan. Bundan ben hoş buldum. Onun başqa mana mushunda haqiqiy yaxshi ko'radigan, cho'ng bildigan kishilarning yenimizda bo'lishimi bizning bir baxtimizgan, ta'limimizgan deb o'yladim. İlyar inim, baxtingizga ko'z tegmasin, ta'limingizga ko'z tegmasin. Davomli mushtaq sizni yaxshi ko'radigan, siz yaxshi ko'radigan qarindoshlaringiz, do'stlaringiz sizga mangu hamroh bo'lsin. Unda bo'lsa Naqshlarni anglag'inglar bormi? Ekran oldiga ko'rmanlar. Sizlarning ovozinglarni bir anglay-ya. Mana Yo'lbars cho'qim bu necha tarmoq shirkat bilan cheklanib qolmaydi. Buningdan keyingi ishlaringlar o'ngishli bo'lsin. Rahmat. Albatta shundaqda, chunki taraqqiy qilish bosqichida intayin tez suratda taraqqi qilyapti. Biz faqat o'qig'inimiz hozirgacha qurilib bo'lgan tarmoq shirkatlar, bosh shirkatlarda qurilyapti. Qurilish oldida keyingi qitimliq faoliyatimizda tarmoq shirkatlarining soni texnik kundan kunga ishib bordi. Ba. Yana jiqroq bog'larni ko'ray-ya. Unda bo'lsa shu ba degash to'xtamay bugungi faoliyatimizni do'stlar chambiriga ham bahirlab qo'yishni unutib qolmasliginglarni umid qilaman. Kichikgina talabimni yada qo'ymagan bo'lsanglar, azizlar, suyumliklar, rahmat, hammanglarga rahmat. Oldi bilan unda bo'lsa biz men bek yaxshi ko'rgan bir inim bor. Ya'ni bu inim sahnaga chiqsam bir o't. Har qanday sahnani, har qanday faoliyatni, har qanday programmani qizitmay qolmaydi. Buning bir naqsi bek moda bo'ldi. Asosan iqqali naqsi moda bo'lib kelyapti-da. Boya men boshqa bir naqshamni aytay deganda, yo'q, bugungi Yo'lbarsning faoliyatida cho'qim shu hammamiz bek yaxshi ko'radigan, bek moda bo'lgan naqshni aytishim kerak deb
Mayra aşkımız şunda talep koyduk. Buludu mahadilerimden talpini yedi koymayman. Deb bizni shunchalik xo'shal qildi, shundaqla hurmat bilan javob qaytara oladigan bu inimiz yanala bizni cho'ng ko'rdi ekan. Mana hadi yo'lliq mening ustozlarim gap qilsa, men rad qilsam qandoq bo'ldi deb bek suyundim, bek faxrlandim. Mushundaq isil inilarimizning biz faxrlanadigan qarindoshlarimizning ishlari bargan siri taraqqisin, yo'llari ravon bo'lsin, atsi parlaq bo'lsin. Rahmat. Hamdi Demeli düşkəsəm əsmini, maqtaplam. Əmdi səkniyə çıxdığını, baya mən tərifini qılan, özünün naqş orunla, şundaqla naqş icadiyyət kəsbigə, səmimiyyəti bilən, fidakarlığı bilən, iştiyaqı bilən, muamil qılıb kilovatqan, ən alqışlıq naqşılarımızdan qatardan orun ağan, süymlük inim, Qoci, xini səknimizgi mərhəmət! Qocinin qaysı naqşı, modu boğan ekran alıqı körmənlər, Davet'inlerce ekranı izliyorlar. Hoca. Hoca. Yine baktığandırın aldın mı? Şıkıldın mı ya? Kaçı şıkıldın? Hazır toxtadım. Salam, naq meydandaki barcha aziz mimarlar, ustozlar, hammalarga mendan o'tliq salomlar bo'lsin. Bugungi Yo'lbaris avtomobil mulozimat cheklik shirkatining shu faoliyatiga qatnashib, oddiygina naqshlarimni shu naq maydon tarqatish orqali barcha to'rdoshlarga, jumladan mushadagi mimarlarga sunumdan to'limi o'zimni baxtiga his qilyapman. Gulshan ada, sizga rahmat, bek maqtab etdingiz. Unda bo'lsa, navbatda shu faoliyatimizni o'zimniki koni bo'lsinmi, garchi to'y qilib bo'lgan bo'lsammi, o'lanmasam bo'lmadi degan naqsham bilan bir boshlab bergan bo'lsam, mimarlar qizg'in kayfiyatda o'tirib bergan bo'lsanglar. Mimarlar çoğu kez oturmuş. Bir yerge, şimdi Ahmet konmadı. İşim vardı bir yerge, işimde Ahmet konmadı. Koyunun gibi barsam nege, üylenmesem bulmadı. Koyunun gibi barsam nege, üylenmesem bulmadı. Üylenim ben kaşı karağa, üylenim ben küzü karağa. Yaraşmadı boydaklık, mendeki oğul balağın. Üylenim ben kaşı karağa, üylenim ben yaraşmadı boydaklık, mendeki oğul balağı, mendeki oğul balağı. Yol koymasa geçip öğlenmesem bulmadı. Gepçilerinin ağzını itip öydeki kalanını sıtıp yol koymasa geçip öğlenmesem bulmadı. Öğlenim ben kaşı karağa, öğlenim ben yüzü karağa. Yaraşmadı boydaklık, mendeki oğul balağın. Üylenim ben kaşı karağa, üylenim ben küzü karağa. Yaraşmadı boydaklık, mendeki oğul balağı.
kızga toy to'xtib mushu yilga uylanmasam bo'lmadi toy to'xtib mushu yilga uylanmasam bo'lmadi uylanman qashi qaraga uylanman ko'zi qaraga yarashmadi bo'ytaqlik mendeki o'g'il balaga uylanman qashi qaraga uylanman ko'zi qaraga yarashmadi bo'ytaqlik mendeki o'g'il balaga yarashmadi bo'ytaqlik mendeki o'g'il balaga mendeki o'g'il balaga rahmat çıktalaydım ay yana başka nakşı aytım ha benim nakşılarım hel çıkcıma onda olsa ixtiyoringizda bir nakşan başını aytib ya pastki mehmonlar qizg'in o'tiraylik çırayınız qandaq deysiz bulup qalsam sizning yarınız meni maftun qildi qizchaq gul chirayingiz qandaq deysiz bulup qalsam sizning yarınız sizga kuyib men ko'nglimni qildim g'uzg'al ishingizda majnun bo'lsak yo'qmi kariniz sizga kuyib men ko'nglimni qildim g'uzg'al ishingizda majnun bo'lsak yo'qmi kariniz qandaq deysiz bulup qalsam sizning yariniz ishingizda majnun bo'lsak yo'qmi kariniz aşklarga dava tepilmez Mana dava bulalaydı sizning darınız Elmasaqtın aşklarga dava tepilmez Mana dava bulalaydı sizning darınız Sizge kuyup kaldım kızcak qandaq qilmen Öldüremsiz kuydiremsiz ixtiyarınız Sizge kuyup kaldım kızcak qandaq qilmen Öldüremsiz kuydiremsiz ixtiyarınız Qandaq deysiz bulup qalsam sizning yariniz Ishqinizda majnun bo'lsam yo'qmi kariniz Sizmi bana kuyup qalarsiz Kuylerimden çekilgende yürek tarimiz Belkim kızcaksızmı bana kuyup qalarsiz Kuylerimden çekilgende yürek tarimiz Bunda kılmay sözlerimni oylanıp körüm Bulay değmem men sizden yürek barimiz Bunda kılmay sözlerimni oylanıp körüm Bulay değmem men sizden yürek barimiz Qandaq deysiz bulup qalsam sizning yariniz Ishqinizda majnun bo'lsam yo'qmi kariniz Qandaq deysiz bulup qalsam sizning yariniz Ishqinizda majnun bo'lsam yo'qmi kariniz Öldüremsiz kuydiremsiz ixtiyariniz Teşekkür. Mükafat veremsiz? Yo'lbars faoliyat qilsa albatta sizlar katta mukofotlarni o'rinlashtirmasa qandoq bo'ldi? Boya men dedim Yo'lbarsning mardligini, sexiyligini, ganjingligini. Qanday bo'lsa
Özün tutup al. Hazır deymen mükafat ne? Özün tutup be. Kana yaxşı mı hazır? Sel ciddiyleşiyor. Sel ciddiyleşiyor. Hazır okuyma texmi ciddiyleşsen. Yani birinci mükafat. Haksız sen ya saya etti. Bana çıkma dedi ki. Ya seni. Ya. Çak bak ha. Ya bugün bu faaliyetimiz katnaşkan sanatkarlarga, naqçılarga, Şinjan Yolbarıs Maşin Mülazime Çekiliş Şirketi'nin hemminlarga köngül soğusu bu. En mucizesi bana çıkıp oldu mu? Ya, hemminlarning badimi çimda baqa özüni. Rast sana çıktı. Qara, bu birisi. Haksız sen ya saya aytdi. İkincisi 10 ming yuanlik maşin setilish etibar kartisi. To'xta, üçüncüsü bak. 5 ming ko'yluk maşin asrash kartisi. Onu buldu ki. Mana yana birisi 2 ming ko'yluk maşin ijara ilish kartisi. Maşini bak. Ya bugün Ayağa bakanda. ya 2 ming ko'yluk sen yapmasam mı ba mesela taci. Yani bildiğin maşindan davasam bo'ladi. Taci anandan keyin boşucu onundan keyin sen bildiğin maşindan da baqa boğma diyende küçük. Ben bildiğin hem devet. Audi anandan keyin. Bingley de bir maşinlar Falali. var. Falali, Bingley de maşinlar var. Qana bilen dikenmen. İşte bu nocu maşinlarning hammasi var. Sen eğer Ürümçide icra almayman desen, sen yağ bağınçada sen ya şirket sana şu mülazimetini berdi. Yani çünkü sende hazır şu mükafat var da 2 ming ko'yluk maşin icra ilish kartisi. Şu mükafat çıktı mı bana? Hammasi chiqdi abaytın Buna kosa deganlarimni. rahmet. Şu ismidilli bilişki buldu o ya da. doğru. Yolbarıs. Hakikaten ismimiz de çıraylıkken. Vallahi benim ben bunu tunayım sırtıdın. Aştaqman ha. Özümü mert bola. Şuna kıga işlerimden haydi Aşqalarda berketlik uchrab yaxşı oldu. qolsanglar tamaqlarning pulini to'lab o'tganligini. Şunda işlerim cek onda sana kılolmaydı. İşlerim olmuş. Hey hozir mukofotlarni yodlab baqa. Birinci. Ha, yodlab baqsuna to'g'ri deyalamdi. Ha. Seyyahsız saya etti. Ha, yaxshi. Bu to'g'ri. Ikkinchisi. Şunda da. Ha. İkincisi Karma. 10 ming yuanlik maşina itibar kartısı. Maşina ip kalsak Ha, to'g'ri. 10 ming yuan bizge koş berdi de hesaptan. Ha, to'g'ri. ha. 90 ming kalsam 80 ming koyga berdi o. To'g'ri. Matematika nimda yaxshisiz ha. Yana birisi 5 ming ko'yluk maşina asrash kartisi. To'g'ri ha. Eng oxirgisini deganam. Eng Sen ham oxirgisi? oxirgisi. 2 ming ko'yluk maşina ijara ilish kartisi. O, aqlliqga bir chavaqcha aytaylik. Top to'liq dedi. Ay, mukofotlarni to'liq deydigan bo'lib ketamdiq ya. Pul tulsa. Payda tursa. Bek yaxshi palet nima ekan mukofotlar. Amdiyatda biz bugun bu mukofotlar uchun kelmagan shundoq Shundoq, shundoq. hamdi mushu shirkatning hurmati uchun ya'ni Şinjan Yolbarıs Maşin Mülazime Çekiliş Şirketining xaridorligini qilib, izdini qilib keldik. Lekin albatta biz mana mushu isillik qildik. Shirkatmi biz uchun, san'atkorlar uchun mushu isillikni qildi. Rahmat deymiz ha. Rahmat. Rahmat sizlarga. Xo'jayin sog'mi rahmat. Rahmat, dadasi, Texmo rahmat. ko'kligin jinim ukam. Rahmat. Rahmat. Hocam bir xil sağ mukofotni men hayajonlanib ketibman ha. O'xshash rost ukam. Rahmat. İqraldırıki qadrli ko'rmanlar, hozir ko'rayotganinglar Şinjan Yolbarıs Maşin Mülazime Çekiliş Şirketining xaridorlarga minnatdorlik bildirish faoliyatimiz mana intayin yuqori kayfiyatda boshlandi. Biz bugun Şinjan Yolbarıs Maşin Mülazime Çekiliş Şirketining xaridorlarga minnatdorlik bildirish faoliyatida xaridorlarimizga rahmat aytamiz. Undan boshqa bugungi faoliyatimizni ko'rganli ko'rmanlarimizga mukofot beramiz deb jiddiylashib bek katta tayyorliklarni qilib ketdik. Ya'ni faoliyatimizni ko'rgach, hammalarning sayya mukofotga erishishini umid qilamiz. Am nomzod cheklik, son cheklik. Lekin bizning talabimizni hozirdan boshlab yaxshi o'rinlay olsanglar, ya'ni hozir ham shu faoliyatimizni ko'ryapsizlar-ku, izchil ko'rsanglar. Talab bor, izchil. Beshidan boshlab izchil ko'rish. Undan keyin alkuy to'g'riga agishish. Undan boshqa yana to'plar yo'llash. Odam soni jiq to'plar yo'llash. Onundan keyin do'stlar chemberkiga ham bahirlash. Mana mushu talablar, mushu shartlarni to'liq biz hozirlab bo'lgandan keyin boya degan mukofotlarga erishalaymiz degan gap. Shu chaqda sizlar bizning mukofot tanlay oladiganlarning nomzodning ishi kirsizlar. Kirgandan keyin undan keyin chek tanlagan chaqda sizlarning isminglar chiqadi degan gap. Undidordagi isminglar. Shunlashqa hammalarning bugungi faoliyatimizni ko'rgach, to'xtamay do'stlar chemberkiga ham bahirlab qo'yishinglarni umid qilamiz. Undan boshqa yana
İkinci ayının ahırgıca, muş ayının ahırgıca şirket bilen hemkarlaşıp, yani Şinjan Yolbariz maşın mülazime çekti şirketi bilen hemkarlaşıp 300 min yuan bilen şirketin baş hemkarlaş kutusu bulalısanlar 5 yıl soğurtun tölep verimiz Wujingni. Onundan başka haksız seyyah sayatiga erişeleysizler. Yani hemkarlaşış vaxtınla belgilengen vaxtı yetse, yani Chufan Gongjijing Turalı öy soğurtusunu fonduğum erişeleysizler. Tırışınlar, hammalarning en yaxshi şirketine hemkarlaşıp, en yaxshi taraqqiyot fursatiga erişip, en güzel kelgusonlarni yaratishinglarni chin yuragimizdan umid qilamiz. Rahmat. Faoliyatimiz bek yaxshi bo'lyapti. Naq maydondagi mehmonlar sizlarning olmuş badanglar bizning o'ylig'imizdan yaxshi bo'lyapti. Rahmat. Gerçi naq maydondagi mehmonlarimizning soni bek chiq bo'lmagani bilan, lekin bizning bir mehmonimiz 100 mehmonga, 1000 mehmonga, 10 ming mehmonga, hattoki 400 ming mehmonga tetug'idek eng isil mehmonlar, javharning ichidagi javharlari, novchilarning ichidagi novchilari, shashlarning ichidagi eng shashlari. O'zimiz uchun bir shavak aytaylik. Rahmat, rahmat. Naqsha haqiqiy igisini topsa beshini egidu. Mush jumlani bek yaxshi ko'rdim. Ya'ni naqsha haqiqiy igisini topsa beshini egidi ekan. Naqshini yurakdan essa yurakka boradi. Bu jumlani men kimga so'qlay deb o'yladim desanglar, hozir sahnaga chiqmoqchi bo'lgan suyumli qarindishim, mana kelishgan inim Akbarga so'qlay deb o'yladim. Chunki Akbar şu qandaqlı naqshi esa moda olib ketadiganini bilmay qoladi. Nimish bilmay qoldi? Chunki bütün Asiyada, bütün diqqati naqshini yaxshi o'rinlashda. Mayli bu naqshi moda bo'lsin, bo'lmasin, men shu naqshini cho'qim yuragim bilan o'rinlayman deb o'ylaydi. Yuragi bilan o'rinlaganligi uchun yurakka tegidi. Yurakka tekkanligi uchun bu naqsha moda bo'ladi degan gap. Mana yuragi bilan qilgan ijodiyatlarini o'z o'rinlab, hammamizning yaxshi ko'rishimizga muyassar bo'lib kelayotgan inimiz Akbarni sahnimizga taklif qilamiz. Akbar endi bizga aytib beradigan naqsh bo'lsa, hammamiz eng yaxshi ko'rgan, eng moda bo'lgan naqsha yuraylik biz. Salam, o'qituvchi, ustozlar, do'st birodarlar, akalar, ekran oldidagi qarindoshlar, uzun bo'pti shunday sahnalarga chiqib bir mikrofonlarni tutib bir naqsh aytmoqlar. Bugun shu Yo'lbariz shirkati bilan hamkorlashib faoliyatni o'tkazgan Alki To'g'riga rahmatimni bildiraman. Yo'lbariz shirkatininki xuddi mening naqshamda deyilganga o'xshash sizlarning bu Yo'lbariz bilan Alki bilan toki mukchaygacha munosabatinglarni o'zmasliginglarni umid qilaman. Yuraylik biz temizki naqshini taqdim etsam tunji ijod etdim. O'shada o'tirgan mehmonlarga, ekran oldidagi do'stlarga taqdim etsam muhabbatinglar mangulik bo'lsin. Qani. Birga so'qdi yurak kuyishdi, sevgi kuylariga jur bo'lishdi. Ko'rolmasak yiroqni mayli, qadamlarimiz to'xtab qolmasin. Aramızda kıydaş olsa mayli, ayrılışlar olsun. Cevri cefa kelse mayli, vazgeçişler olsun. Sevenliksiz insan yok olmaylı, yalancılık olsun.
Ben vücudumda sana atayım vefasızlık bulsun yüreğini biz toy kılacak üteyli bir mükçe güce. Fakat bana sen bakire ya süzledin pervayem kere menzilimiz uzun olsun o meyli niyetlerimiz üç ketmi son. Çılık olmuşsun ben vücudumdan sana atayım eyle vefasızlık olmuşsun şüreyli bir toyluğucu üteyli biz mükçey güce şüreyli bir üteyli bir mükçey güce şüreyli biz toy kılgıca üteyli bir Rahmat. Şunaqçıda aytılgan o'xshash barliq aşıq məşuqlarning taki mükçeygicha, o'lgicha bil bo'lishini umid qilaman. Agar yana bir naqshi bormi? Ha, ashtami? Hepsi ashini keynigan turib oddiy odam deb bir banzubatda. Ashini keynigan bo'lsa, emas dillam. Ash. Oddiy odam temizkina taqdim etsin. Adli yollar, adli turmuşlar Bolsun o eşemetler Köngli hatırcemken Adli dostlar, adli soğuk Adli veriler Bolsun o eşemetler izdigendi varken Hemme adam arzulaydiken Vay vay yaşa eşemet turmuşni En vay yaşa şu adli adamken Adli adam
muhabbeti rostgan oddiy yurigan oddiy kuygan oddiy kuyunga bo'lmasın o altın yağmur muhabbeti rostgan hamma odam arzulaydi ekan güzellerini kilishgan qomatni en güzeller şu oddiy odamkan oddiy odam oddiy odam oddiy odam oddiy odamlar oddiy odam oddiy odamlar oddiy odam oddiy odamlar la 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 Rahmat. Hamma do'stlarimizdan shundoq sifatli bo'lgan oddiy turmushni kechirishini umid qilman. Yana bir yo'lbars bilan Alikuyga ko'pdan ko'p rahmatimni bildirma, ishtiringlar o'ngishli bo'lsin. Rahmat. Shundoq. Barcha oddiy odamlarning o'zining yaxshi ko'radigan shu oshiq ma'shuqlar bilan, so'yganlar bilan bir umr birga yurishini mühçeygiçe, taki ölgiçe birge yürüşünü ümit qilamiz. Acaba bağlanıp ketdi ama oddiy odamlar bilan o yuraylik degan naqsha. Bunun üstüne o G'ojininki bilan yaman birlashdik-ku. O'ylanmasam bo'lmadi deb cho'mam yuraylik bizda. Rahmat Akbar Jumo. Akbar boya G'ojining mukofotlarini anglaganmi? Angladim. Shu mukofotlarning hammasi bor. Ha, ma'qul. Bo'ldi. Sen yağa haqsiz faaliyet berip yatak tamakını götürdü o hem de hesapta. Evet götürdü. Hem de ayağa apırıp koyup hem de üzerine bir taraf kılanladı sen onunla. Yak yol barısında aşkımaydı. Ha şundayım. Yatak tamak ne? Ana diken şikinsi 10.000 koyluk. Maşin seti öyle şiti var. Biz bayatı mesletleştik. Karsak cevlandı başka hemimiz maşin genço. Hemmimizde 10.000 koyuluk aşını verip maşinden bir ivası adı. İli deydi özü. Aşta kısa bulan da cevlan diyorsun onda. Ha cevlan deydi ona. Üçüncü mukafat. 2.000 koyuluk kino görüş. Kino görüşüldü bu 5.000 yuanlık maşinası raş. Ha 5.000 yuanlık maşinası. Onu ne görüp kılımız? Onu şu şirket gibi verip yollarız. Maqul. Şu hizmet xadimlari sizlarga Bo'ldi. Ana diken. Eng oxirgi mukofot 2.000 yuanlik. Mashin ijara berish. Mashin ijara berish. Sen yapağan chog'im shu chiroyli qizlar bilan agar mashin kerak bo'lib qolsa, yo'lbars shirkatining Sanyadagi tarmoq shirkatida ajoyib katta mashinlar bor. Shu sizlar yaxshi ko'rgan qizlarga loyiq fayzi mashinlar bor. Ma'qul. Rahmat. Pek xursand bo'ldik, rost. Rahmat. Akbarning bundan keyingi texmo oddiy ijodiyatlarini kutimiz, oddiy bo'lgan bilan yurak tarimizni chekadigan. Çünkü amaliyotda natijalar shu oddiy odamlardan chiqadi, shundaqmi? İlyarni balkim biz burun bir oddiy odam deb o'ylaydik, hozir bir oddiy odam deb o'ylaymiz, lekin oddiy odamlar tirishsalam, g'ayrat qilsalam, shuningga shijoat qo'shilsa, izchillik qo'shilsa, mana bugünkidek yo'lbars shirkatininki katta natijalarga o'xshash ajoyib shonliq natijalarni qo'lga keltira oladi. Oddiy odamlarga hargiz sal qarmasligimiz kerak. Javob beraylik yo'lbars uchun. Mana hazır bizning Alkuy bevos tarqitishimiz orqali bugungi Xinjiang
Yo'lbars Mashina mulozimat cheklanish şirketining xaridorlarga minnatdorlik bildirish faoliyatini ko'rayotgan do'stlarimizning soni 70 mingga yetdi. Texi boshlab 20 ming bormidi, endi boshlandi u sal turib shu eng avjiga chiqqan vaqtda 400 ming bo'lish mumkin. Endi bu 400 ming bo'lish uchun biz cho'qqin tirishchilik ko'rsatamiz. Ba gumplarning hammini ko'rsatamiz. Endi ekrandagi ko'rmanlar sizlardan yana shu kichkina talabimizni to'xtamay do'stlar chambergiga ham bahirlab qo'ygan bo'lsanglar, uni boshqa to'plarga yo'llab qo'ygan bo'lsanglar, o'lkuy to'rga agishni unutib qolmanglar. Mushu shartlarni hozirlagan ahvol ostida undan keyin mukofotlarga erisha olasizlar. Bulamdi. Hammamiz bugungi mana mushtaq bir katta ishning bo'layotganligidan, shundaqla katta san'at nomerlarining bo'layotganligidan hammalarni xabardor qilgan bo'lsak degan umidda. Bugungi faoliyatimiz haqiqiy bir minnatdorlik bildirish faoliyati bo'libdi jumu deb o'yladim. Çünkü bizden bir en yaxşı ko'radigan naqshchilarimizning en yaxşı ko'radigan naqshlarini sahnada mana shu en yaqin orliq turib anglash, huzurlanish. Buni biz minnatdorlik bildirish faoliyati degandan boshqa bir san'at kechiligi desak bo'ladi ekan. Şinjan Yo'lbars Mashina mulozimat cheklanish şirketining xaridorlarga Alkuy to'ri orqali faoliyatimizni ko'rayotgan barcha ko'rmanlarimizga sungan bir qitimliq katta san'at kechiligi desak hargizmi ortiqlik qilmaydi ekan. Shuningga ekran oldidagi barcha ko'rmanlar nomidan shundaqla bizning san'atkorlarimiz nomidan shundaqla mushtaq yaxshi bir sahnani yaratib bergan Alkuy to'riga hamda Yo'lbars şirketiga yana bir qitim minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga, rahmat. Baya dedik-a, sen ya mukofot va. Men baya degan shartlarni hozirlayapsaqlar, unda mukofotga erisha olasizlar. Undan boshqa ikkinchi oyning oxirigacha hamkorlashib 300 ming yuan bilan shirkatning bosh hamkorlashuvchisi bo'la olsanglar, 5 xil sug'urtani to'lab beramiz. Undan boshqa haqsiz sayya sayohatligimi erisha olasizlar. Darhol harakatga kelishinglarni chin yuragimizdan umid qilamiz. Bugun Bursumini Gulshan qiz usab qolgansiz deydi-ku. İnkos qarsam. Buldu men tushib sal turib suv ichib olay. Mundaq. Endi bizmi kunda degidek faoliyatlarga qatnashyapmiz, programmalarga qatnashyapmiz, riyosatchilik xizmati bilan shug'ullanyapmiz. Mushtaq vaqtda cho'qim Yo'lbars bugun xaridorlarga minnatdorlik bildirganga o'xshash yenimizdagi do'stlarimizga minnatdorligimizni bildirishimiz kerak ekan deb o'ylab qoldim. Chunki shundaq bir esil do'stlarimiz bo'lganligi uchun mushundaq bir esil faoliyatlar esil minnatdorlik bildirish san'at kechiligi vujudga chiqadi ekan. Faoliyatga tayyorlik qilish bosqichidan boshlab mana hozir qadar intayin jiddiylashayotgan bir mehmonimiz bor. İlyar emas. İlyarning yendidagi Mayra do'stim. Yani Mayra ko'rinish berayotgan mush oq ko'ylak kiygan adamga. Ya'ni bu Mayra do'stim mening oliy maktabga savodishim, janjigar do'stim. Undan boshqa Urumchi xalq radio stansiyasining atoqli riyosatchisi hamda o'zininki mushu e'lon sohasidagi ajoyib talanti, iqtidori bilan hozir e'lon sohasida bir boshlamchilik rolini o'tab kelyotdi. Bo'libmi mushu Xinjiang Yo'lbars Mashina mulozimat cheklanish şirketininki tashviqot ishlariga ajoyib kuchli. Men sordum bu İlyar sening bir qo'saq ining emasdi deb. Nim degan kuchaysa bu faoliyat sen o'zingning shirkatingning faoliyatida kuchayib ketding deb. Chunki endi boshqalar bor, to'g'ri e'lon xizmati bilan tashviqot xizmati bilan shug'ullanayotgan, lekin bunda endi kayni saptagi xizmatni yoki mushundaq bir faoliyatini o'zining faoliyat deb o'ylab, haqiqiy aqidasi bilan, mehr muhabbati bilan, ajri bilan qilganlar ozchu. Shunlashqa men bek suyundim, nimishqa do'stimning mushundaq isilligidan xush bo'ldim. Yenimda mushundaq isil do'stlarimning bor bo'lganligi meningmi baxtimga, ta'limga, hamda Xinjiang Yo'lbars Mashina mulozimat cheklanish şirketining tashviqotini quvvatgan Mayraning sizlarning yeninglarda turg'inimi sizlar uchunmi bir baxtgan deb o'ylab qoldim. Shunlashqa hamkorliklarning texmo go'zal bo'lishini, eng muhimi uzoqcha davomlashishini umid qilamiz. Chunki bu hamkorlik inoqlikning tumri, ittifoqlikning asosi. Bu hamkorlik orqali ochi inoqlik, qarindoshlik, mehr muhabbatinglar texmo kuchaydi. Mayra bir 3 jumla gap qilamiz bo'lmaydi meningcha.
Çavak çalaylı Mayraga. Mayra'mı çok faaliyetli yaxşı boğatqanlıqdan ayacanlı boğatqan buluş mümkün. Mehmetcan şu mikrofon ver. Aşağı edildi mi? Yok sektige. Sektige. Çavakımız bir itelim Mayraga. Qadrlik mehmonlar, aziz qayrindoshlar, shunaqla ekran oldidagi barcha aziz do'stlar, Mayra Hamuddan har qaysingizlarga o'tliq salom. Alaykum. Rahmat. Gulshanbek muxtavatimiz men jiddiylashtirib. Chunki shunga loyiqda. Rahmat. Qadrlik do'stlar, endi men ikki og'iz yurak so'zimni desam, Muşu Yo'lbars mashina mulozimatchilik shirkatining e'lon tashviqot ishlariga men mas'ul. Endi Yo'lbars mashina mulozimatchilik shirkati meni ta'sirlantirgan taraflari intayin ko'p. Masalan, savdoda adil, samimiy, xaridorlarga rostchil, shunaqla har qanday savdoda xaridorga manfaatni oldin yetkazish dan iborat shunday bir temini o'ziga boshdan oxiri cho'qim men shunday qilishim kerak deb bir tuzumlashtirganda shumi Yo'lbars mashina mulozimatchilik shirkati qurilgandan tortib toki hozirgacha qadam ilgirlab nihoyatda oz bo'lmagan natijalarni qo'lga keltirdi. Endi men Yo'lbars mashina mulozimatchilik shirkatiniki buningdan keyingi ishlarining texmi ro'naq tepishini, shunaqla Yo'lbars mashina mulozimatchilik shirkatining direktori Elyar Fukamningmi barliq ishlarining o'ng'ishli bo'lishini chin qalbimdan umid qilaman. Yo'lbarsga ko'p rahmat. Shunaqla bugungi faoliyatimizni mushu Alkuy to'rida ko'rayotgan aziz do'stlar, faoliyatimizni davomli yoqtirib ko'rishinglarni umid qilamiz. Sizlar uchun bugun biz sarxil mazmunlarni elib keldik. Mushu faoliyat mazmunlarimizdan o'rtaq bir bahrlansak degan umidimiz. Ham shundaqla oxirida ikki og'izlab uch og'iz bo'lib ketdi endi. Kechirsizlar. Mushu Alkuy to'riga, ya'ni mushu faoliyatimizniki nihoyatda yaxshi davomlashishi, shunaqla mushu ko'rurman do'stlar bilan yuz ko'rishi uchun bir ko'rik rol o'ynagan Alkuy to'riga ko'p rahmatimni bildiraman. Shunaqla Gulshan Mamat tursin, sizga ko'p rahmat. Mening xizmatim. Rahmat adash, rahmat. Rahmat, bek chiroyli so'zlab berdingiz. Rahmat Mayradan shirkatninki eng muhim alayligini xosligini anladık. Demisimi savdoda adil bo'lish, samimiy bo'lish degan eng muhim nuqtag'i bir shirkat bo'lamdi, bir inson bo'lamdi, samimiylikni o'ziga mizon qilsa, meningcha har qanday ishi o'ng bo'ladi. Har qanday yo'li ravon bo'ldi. Shuning uchun Yo'lbars texmi taraqqiy qilyapti, suyunyapmiz. Mana bizning bugungi faoliyatimizga qadam tashrif qilgan san'atkorlarimizdan qatoridan o'rin olgan mening turmushdagi suyumlik hadam, shundaqla mushu kasbda tirishayotgan barcha shogirdlarning qobil ustozi, oildagi bir mehribon ana, kuyimchan vafodor ayol, uningdan boshqa do'stlarga eng samimiyligi bilan, eng isilligi bilan her bir sahnada, her bir joyda, her qanday vaqtda aziz bo'layotgan, aman bo'layotgan ustoz san'atkor naqsh peshvoyimiz Farida Hadammu keldi. Biz mana mushundaq xosiyatli, xayrli minutlarda Farida Hadamni ko'rsak, texmo hayajonlimiz, texmo xursand bo'lamiz. Chunki mushundaq inson ustozlarimizning bo'lishi bizning baxtimiz, bizning omadimiz. Shundaqla mushu faoliyatning eng yarishqi deb o'ylayman jinimada. Yana shunchalik chiroyli, go'zal, yosh turdi. Biz Farida Hadam bilan tanishqil uzun bo'ldi. Tanishgan vaqtda mushundaq dey mana. Hozirgacha shu bitida bu nimadan derak berdi deganda yaxshi insonlar qiyirmaydi deb qoldim.
Rahmat. Keyfiyatı yaxşı insanlar qiyirmaydı ki. Başqalarga en isil naqshlarni sovuq qilishni o'ziga mizan qilgan kishilar qiyirmaydi ki. Yosh turdi, güzel turdi ki ada. Unda sekni sizga berdim. Rahmat olmak sağlam. Ben hoş buldum. Salam. Ekran aldidiki muşu arqılıq bizdinki inimiz İlyar'nınki muşu yol barız şirketinin muşu faaliyetini görüp atkan barlıq aziz dostlar, körürmenler menin nakşamını yaktırıp atkan, yaktırıp anlap atkan barlıq dostlarım, urutukallarım, ini sınırlarımga çin köңlümdün salam yollayman. Nakşılarını her vakit sizlerge davamlılık etişke hizmetinde bulaşık teyermen. Rahmet. Hem de muşu sahnede olturup atkan, nek meydanda olturup atkan barlık sanatkarlar hem de muş şirketinin xadimleri endin İlyar inem endin mihriban apınız sizlerge çin köңlümdün rahmet eytimen. Tövendi ben özümninki aşı küçük vaxtlarımdan tatıp anlap hem eytip kelip atkan nakşlarımni çatma kılıp aytkan bir nakşam batdı. Şu nakşamni sizlerge soğuk kıysam yarını sığındım degen nakşa. Şu nakşamni sizlerge soğuk kılay. Yaktırışınlarını ümit kılman. Yarım angan şu
Rahmet. Endi tövende özümden en yaxşı gördüğüm nakşlarımdan, halk nakşlarından her kaçan közüm sende degan nakşımni aytib bersem, bizden usul pervanımız, usul sahnesinde Gönjüm boğan, çempiyon boğan, omaq singlim. Omaq singlim Kamila. Muşu sumbul çaş jalpınıp doğan. Hemmemizin lal qıygan. Jigitlerimizin ot qilib etken, ot chaqinib etken singlim. Usulga teklif qilaman. Qanamsi marhamat sahniga. Ekranlardaki qadrli görmənlər, hazır görüatqanlar, yəni Əlköy Bivas Tarqıtı Süpüsü arqalıq görüatqan palitanlar bolsa, Şinjan Yolbarız Maşın Mülazimət Çəklik şirkətinin xeridarlarga minnətdarlıq bildiriş paliti şundaqlar sənətkeçiligi. Bugün palitimiz bizning oyluğunumuzdamı bəkrək qiqas çıxatı desək buludu, Raslam. Bu əlbəttə muşu şirketninki köңlünün axlıqıdan dirək berdi. Çünki yaxşı işlarni, xeyirli işlarni köңlüge pükən insanın həmmisi mana muşunaq oң buludu. Onun başqa bizning sənətkarlarımız mı şirketning yarışqı deb özünün barcha tirishchanligini, həmmə hünürünü köz tutudu. Şonlaşqa biz sənətkarlarımızga yəni minnətdarlığımızı bildirimiz. Bugün biz intayin xoşal halda mükafatlarını elan qıldıq. Yəni bizning palitimizni ko'rgan har bir tomoshabinimizga, ko'rminimizga shu mukofot chiqsin deb o'ylayapmiz. Ya'ni haqsiz sayya mukofotga erishinglarni umid qilamiz. Unda bo'lsa darhol yana shu do'stlar chamberkiga ham bahirlab turishinglarni umid qilamiz. To'plarga yo'llab turinglar. Unda bo'lsa sahnada yanada suyimli hadab. Undan boshqa Paridada sizga mu ko'ngil so'g'is paka, ya'ni Şinjan Yolbarız Maşın Mülazimət Çəkiliş şirketining baya degandek haqsiz sayya sayaydi. Onun başqa 10 ming yuanlik maşın setilish e'tibor kartasi, yana 5 ming yuanlik maşın asrash mukofoti, onun başqa 2 ming yuanlik maşın ijara ilish kartasi. Voy rahmat. Sizga rahmat ada bizning hurmatimizni qilib mana bugungi faoliyatimizda o'zingiz eng yaxshi ko'rgan naqshlarni aytib beryapsiz. Unda bo'lsa, mush naqsh shu, unda marhamat. Rahmat. Kamila singlim hamsi marhamat. Isil numaralarımızı mana muşnaq biz taqazalıq bilan yetkizishimiz kerak. Çünki biz eng yaxshi ko'rgan san'atkorlarimizning numarini bek tezli so'qib olsak yaxshi mumkin deb o'ylayman. Shundaqmi hamda uskunlarimizmi shu Farida adam naqshlarni bek yaxshi aytib etganlikdan ko'ramayotdi. Ko'z tegdi, rasmiy ichtorlik qildi uskunlarmi? Ya bu hozir ichtorlik insonlardan uskunlarga o'tib ketibdi emasmi Farida adam qarang. Mana pek içtar üskünce qaramada. Voy biz o hamimiz sizni pek yaxshi ko'ramiz. Ve neymiş qilmish Farida adamdek bulamaymiz deb ketimiz. Ma uskunlarmi shu neymiş ki bu adam bundaq payziyat etdi naqshlarni deb qiyirishotdi biz bilan. Bunchalik ishlar bo'lib turdi. Çünkü mükemmelsizlikning o'zi bir mükemmellik hech nima bo'lmaydi. Yaxshi ishlarda putliqashanglar ko'p bo'ladi. Şunlaşqa ekranlıqı görmənlərimiz müştaq yaxşı işlərdə anca-munca putluqaşanlarının boğatqanlıqı, köz tegib ketməzlikinin aldığını iliş üçün qəsdən orunlaşdırğan işlər.
Rahmetler singlim. Rahmet sizge. Farida adamga yana bir qitim rahmat bizning İnkas rayonimizdagi do'stlar bek chiroyli tilaklarni qoldiribdi. Ovozingizga dad bermisin. Hey, isil ovozingizga dad bermisin. Ada nim degan chiroyli ovoz bu, nim degan chiroyli. Kamilagimi, Kamila chechingiz bek chiroyli ekan, bek uzun usulni bek chiroyli o'yindingiz. Farida adamga shundaqla usul parvonasi qalb gulshunimizga eng xushpuroq gullarning biri bo'lgan Kamilaga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat. Shundaqla Kamilagimi, iliq mukofotlarning hammasi bormi? Kamila yodlay oldinglarmi? Men yana bir deb beray. Yani saya mukafoti, 10.000 yuanlik mashin setilish e'tibor kartasi, 5.000 yuanlik mashin asrash kartasi, 2.000 yuanlik mashin ijara elish kartasi yodlab bo'ptimi? Qarab ketsaning yomonligini deb. Unda bo'lsa, politimiz qandaroq davomlashyapti ekran oldidagi barcha ko'rmanlar agar ko'ngillarga yiqayotgan bo'lsa, güzel tilaklaringlarni qoldirib qo'ygan bo'lsanglar, biz sizlarning hozir ko'ngillardagilarni bilgimiz bor. Unda bo'lsa, usulchi qizning chechig'i ko'ydim deydi. Mana osanma kuyish. Bek yaxshi, yo'lbaris eng qaltis. Rahmat sizlarga. Sizlarga rahmat shu sizlarning shunday qizg'inliginglar bo'lganligi uchun, sizlarning mehr muhabbatinglar bo'lganligi uchun biz shu eng yaxshi holatimizda sizlarga xizmat qilsak deb kuchab ketadiganmiz. Qildigan qiliq topolmay ketadiganmiz. Nima uchun? Shu ekran oldidagi barcha ko'rmanlarimizni rozi qilish uchun xuddi Xinjiang yo'lbaris mashina mulozimat cheklash shirkatiga o'xshashlar. Rahmat. Farida xonim ovozingiz yanada shunday tatli ekan deydi. Rahmat. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Men tuanda necha arzu armonlarni deyman, Shu arzu armonlarni amalga oshirg'inglar bormi? Anglab yiqinglar. Ya'ni ko'nglingizdagidek mashinani ishonchlik o'rindan setib bormi? Bu birinchi arzu. Ikkinchi arzu, oz yo'l bilan isil mashinalarni ijaraga elib turmushdan huzur olgingiz bormi? Bu ikkinchi arzu. Uchinchi arzu, ishinchi iqtisodingizdan foydalanib haqsiz mashinaga erishgingiz bormi? To'rtinchi arzu, ishdan sirtqi qo'shimcha xizmat qilib kirmingizni-chu oshirgingiz bormi? Beshinchi arzu bu. Oltinchi arzu bo'lsa, mashin ijaragarchilik to'ri bilan hamkorlashib, muqim foyda kirimiga erishgingiz bormi? Bu oltinchi arzu. Undaq bo'lsa, bu arzu armonlaringiz Xinjiang yo'lbaris mashin mulozimat cheklash shirkatida amalga oshadi. Agar mushu arzu armonlaringizni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, Xinjiang yo'lbaris mashin mulozimat cheklash shirkatiga kelishingizni qarshi olamiz. Amdiki daqiqalarda biz baya tarifini qilgan mayli odamiylik jihatdan bo'lsin, mayli mijoz xarakter jihatdan bo'lsin, mayli axloqiy fazilat jihatdan bo'lsin va yoki yaratgan natijalar jihatdan bo'lsin, hammamizni qoyil qilib kelayotgan suyumlik inim, ya'ni Xinjiang yo'lbaris mashin mulozimat cheklash shirkatining qurg'uvchisi İlyar efendim, İlyar Rahmanni saklimizga taklif qilamiz. Marhamat. Salam azizlar, sizlarning mushu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Menki İlyar Rahmandan hammanglarga salam. Rahmat. Xinjiang yo'lbaris mashin mulozimat cheklash shirkatini jiq tunishtirmayman. Chunki bu shirkat o'zininki amaliyati, o'zininki eng yaxshi ishonch mulozimati va o'zininki amaliy sizlarga bo'lgan pozitsiyasi orqali o'zini haq tunish, boshqalar tunishtirdi. Shirkat to'g'riliq so'zlashni xohlamadim. Chunki
hamma narsani vaqt amaliyot orqali so'zlaydi. Bizning har bir ishlarimizni vaqt isbotlasin, amaliyotimiz isbotlasin, sizlarga bo'lgan mulozimatimiz isbotlasin. Bugun bu faoliyatni qilib biz minnatdorlik bir shaxsan men minnatdorlik qilish uchun masalan sizlarga bir rahmat aytish uchun bu faoliyatni qildik. Avval birinchi javob onamga shu dunyodan ketib qolgan onamga rahmat. Onamning yaxshi tarbiyasi shundoq hamda bir oddiy odam bo'lish. Oddiy odam bo'lgandimi, pak qalbi bilan oddiy odam bo'lish o'rgatganligiga rahmat. Undan keyin meni qo'llab kelayotgan opamga va dadamga rahmat. Urug' tuqqan qon qarindoshlarimga rahmat aytaman. Undan keyin hamkorlashuvchilarga yana eng oxirida biz uchun yo'lbars uchun yo'lbarsning kelgusi uchun tirishayotgan xizmatchilarimga rahmat aytaman. Nemishqa desanglar bizning yo'lbars chekish shirkati har bir noya, shahar, hatto ishkur o'lkalarda qurildi. Shu jarayonda bular hamda bizning masalan sayyohlik shirkatda masalan bizningki mushu Shinjongdan chiqib Oshada oilasini, undan keyin o'zining farzandini, ota-onasini urug' tuqqanlardan mardan kechib shirkat uchun turayotganlar bor. Mushu orqali shularga rahmat aytaman. Hamda rahmat. Hamda nurg'un vaqtlarda masalan shirkat kirsam, tarmoq shirkatlarga borsam, "Voy, azon yaxshimi?" deydi. Biz yaxshi. Biz hammadan yaxshi. Shularga men biz yaxshi. Yo'lbars Yo'lbars karxonchilarningki yo'lbars degan so'zning ma'nosini tushuntirib qo'yay. Bu yo'lbars degan yo'l bosqichi, iz bosqichi degan gap. Hargiz nachar yo'llar emas, yaxshi yo'llarning bosqichi. Bundan burun bizdek masalan nurg'un peshqadam karxonchilar bo'lgan, nayt o'ziningki amil orqali bizning xalqning qalbini o'rin olgan karxonlar bo'lgan, karxonchilar bo'lgan. Shuning izini bosqichi degan gap. Biz yo'lbars cho'qim yaxshi yo'llarni bisib, sizlarga ham bizga ishongan, biz bilan hamkorlashgan, ham bizni qo'llagan har bir qon qarindoshlarimizga biz yaxshi bo'lgan o'zimizning amaliyoti bilan bir javob qaytaramiz. Eng oxirida men shu Mayra adamga bak rahmat aytaman. O rahmatni og'zimda emas, ko'nglimda, yuragimdan aytaman. Sizlarga rahmat. Rahmat aytaman. İlyar bey sözlüvetdi ya. Hozir men oyajanlanib ketdim. Boyan bir İlyarni sal jiddiyleşib qalam degan deb o'ylagan shaxsan menchu. Lekin İlyardan her bir sözü, her bir cümlesi şunçilik o'rinliqchu, bir ortiq gap yo'q. Mesela burun biz yillik televiziya stansiyasida birazini ziyorat qilib qolsak, jiq gap qo'ydichu, yarim soat gap qo'ysa, uning faqat 3 minutliq yerini ishiltmasam qo'ymay, 27 minutda kesilib ketadi. Lekin hozir men İlyarningki, hozir so'zlagan gapining hammasini olimizda agar televiziya stansiyasi bo'lib qolgan bo'lsa, Nimishqa shunda deyman deganda hamma gapi jinga to'xtaydigan eng esil gaplar, yurakka yoqadigan gaplar, eng rost gaplar, samimiy gaplar bo'lganligi uchun. Undan boshqa so'zlash jarayonida İlyarning yana oq ko'ngilligini his qildimchu. Balkim ba'zilar oq ko'ngil kishilar balkim ziyon tortishi mumkin deb o'ylaydi. Balkim bir mezgil ziyon tortib yoki asl sinoqlarga uchrashi mumkin. Lekin natijasi yanada go'zal bo'ladi, xayrli bo'ladi. Chunki bir odamning oq ko'ngilligiga nima yushiringan bo'ldi, omati yushiringan bo'ladi. Shunlashqa men İlyarningki mengu omadlik, talaylik bir baxtlik inson bo'lganligiga cheksiz ishondim. Undan boshqa minnatdorlik tuyg'usi. Bir insonning minnatdorlik tuyg'usining bo'lishi shu odamda bo'lishga tegishli
eng katta axloqiy fazilat deb o'ylayman. Bir inson unutib qolsa bo'lmaydigan eng isil axloq. İlyarda bor ekan. Rahmat. Samimiylik bor ekan, oq ko'ngillik bor ekan, tirishchanlik bor ekan, izchillik bor ekan, g'ayrat, jasorat bor ekan, tavakkul qilish ro'yi bor ekan. Taraqqiy qilmay qolmaydi-da. Cho'qim taraqqiy qiladi. Qilmayman desimi, taraqqiy qilib ketadi. Unda bo'lsa o'zimizning chavaqlarimiz bilan minnatdorligimizni, mehr muhabbatimizni, shundaqla go'zal tilaklarimizni bildirgan bo'lsak, bek suyundik. Bayaqmi shu xizmatchilarim deb har qanday vaqtda xizmatchilaringizning manfaatini birinchi o'rin qo'yganligingizdan bek suyundik. Bugun men shu bizning xizmatchilardan birisini sahnaga taklif qilish orqali shularning yurgidan chiqqan chin so'zlarni anglaydiman. Hamda mush İlyar zodi rost birinchi o'rin qo'yamdi yoki uchinchi o'rin qo'yamdi degan javobga shu xizmatchilarni vakilini taklif qilish orqali so'ragan bo'lsam, men bilgan bo'lsam, unda bo'lsa qaysinglar? Uni o'zli chiqdi-ku. Javob berayotgan bo'lsak, bu singlimizning g'ayratiga, jasaratiga. Oldi bilan o'zingizni tanishtirib o'tamsiz? Salam, ekran oldida ko'rmirlar. Hammalarning mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Men Şinjan Yo'lbaris Mashina Mulozimati shirkatidan Aman-Nisa. Şinjan Yo'lbaris Mashina Mulozimati shirkati barliq xodimlardan sizlarga o'tliq salom, oliy ehtiromlar bo'lsin. Qancha vaqt bo'ldi shirkat ishlayotganingizga, Aman-Nisa? 1 yildan oshdi. 1 yildan oshdi. Oylik maoshingizni bilsak bo'lamdi. Eng qiziqadiganimiz shudan. Nima qilishlar ishlar qiziqadigan dema deb ketdim. Endi shirkatimizning taraqqiyoti bag'ansir kundan kunga bek yaxshi bo'lib ketib bordi. Uning ustiga biz yolg'iz mashina setiblar qolmay, undan boshqa yana mashina ijaragarchilik, mashina asrash, remont qilish, undan boshqa yana har xil turlarimiz bor. Biz yolg'iz mashina setishga tayinib pul topmaymiz. Undan boshqa bizningki to'g'rida setish xodimlarimiz bor, vakolatchi chaqiramiz degandek. Endi maoshimga kelsak, mening oylik maoshim 50 mingdan oshadi. Voy, necha? 50 ming. Chaqchaqimdan qandoq 50 ming bo'ldi? Endi shu bizning hamma turlarimiz shunday yaxshi, xalqqa o'zimizga shunday qulaylik, endi tang manfaatlangan tur biz herkes o'zimizni manfaatlanaylik deb o'zimiz bilan qanoatlanib qolmaymiz. Bizning xalqimizni o'ylaymiz. Bizningki Şinjan Yo'lbaris Mashina Mulozimati shirkatining qurg'uvchisi İlyar Rahman apandim o'zi shunday oq ko'ngil, shirkatda bo'lsa xizmatchi xodimlar shunday ko'ngil bo'lsin, mayli xizmat jihati bo'lsin, mayli o'zimizning turmush jihati qiyinchiliklarimiz bo'lsin, bizning haqqimizdek, urug' tuqqunimizdek bizga shunday ko'ngil bo'ldi hamma ishlarimizgacha. Undan boshqa bizningki turlarimizni o'zi atrofli o'ylab, shirkatning manfaatini o'ylamasdan xalqimizga ham manfaat yetib keladigan, o'zimizga ham manfaat keladigan turlarni o'ylashib chiqadi. Undan boshqa hamda bizning shirkatimizdagi xodimlar ham yetishib chiqqan, mashina setishda bo'lsin, mushu bizningki hozir ma yaqinda sayyoh tarmoq shirkat qurdik, mashina ijaragarchilik tarmoq shirkati. Endi bu sayyoh hammamiz bilamiz bir sayohat o'rni, hammamiz endi berishni yaxshi ko'radigan o'rin. Shundaq bo'lg'achqa biz sayyohninki sayohat o'rin ekanligidan shu afzalligini ko'zda tutib turib, o'shaga bir ijara mashina mulozimati shirkati qurib chiqdik. Buningki hamda ijara mashinani hamda u yerda azam mashinalarni ijaranmaydi-ku, hamda 1 million 500 ming degandek esil mashinalarni ijara qilib haydashni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Shunlashqa sayyohchilarning ehtiyojiga asosan biz oyoqqa shu sayyohga tarmoq shirkat qurdik. Hamda uningga biz bu deyishimdagi maqsad hamda biz xalqimizga o'zimizga manfaat olib keladigan turni yo'l qo'ydik. U 34%lik ijara hamkorlik turi. Bu mesela muş cemiyetimizdeki mayli iş xizmatchilar bo'lsin, mayli dehqonlar bo'lsin, mayli tijoratchilar bo'lsin, o'zining ishinchi iqtisodi bo'lsa, bizning Şinjan Yo'lbaris Mashina Mulozimati shirkatimiz bilan hamkorlasha oladi. Ya'ni 34%lik ijara kirmaydigimiz shu sayyohga qurgan ijara mashina shirkatimizga o'zining ishinchi iqtisodidan foydalanib, mablag' solsa biz 34% bo'yicha foyda berib beramiz. Şunlaşqa buningdan boshqa yana bir turimiz bor. Naqd pul hamkorligi. Bu 24%lik naqd pul hamkorligi. Buningki bu mush ishinchi iqtisodi bor, xaridorlarimiz bo'lib qolsa, bizning shirkatimizga ishonch qilsa, hamda ishonch qilayotgan, hamda bizning shirkatimiz kundan kunga zo'rayotgan shirkat uning ustiga xalqqa manfaat yetkazib keldigan.
hayacanlanıp ketyapman. Şolaşqa bu 24%'lik şu işin iqtisadidan paydalanıp bizler hemkarlasa 24% bo'yicha payda ayrildi. Endi bunun o'xshamaydigan tarafi baya 34% dedim, 24% dedim. Bunun bir o'xshamaydigan tarafi 34%lik ijara hamkorlik turimiz bo'lsa 3 yillik bo'ldi to'xtam muddati. 3 yildan keyin mablag'ini to'liq qaytarib beramiz. Foydasi oyma-oy kartasiga tushib maqdi. Uningdan keyin 24%likniki nimishqa 24%lik deganda bu asosiy mashina ijaragarchilik bo'lsin. Mashina yangi mashina endi biz ichkirdan bevosita keldirib top taqtimiz. Shu tur bo'lsin mablag' sağalarga 24%. Endi bu 24% mablag'ini cho'qim to'xtam muddati yo'q. O'zininki xaridorlar o'zining ehtiyojiga asosan to'xtam tusi bo'ldi. Jiddiy pul lozim bo'lib qolgan avolasida biz to'xtam bo'yicha cho'qim to'xtam muddati to'shqa vaqt pulini qaytarib beramiz demaymiz. Shu xaridorni ko'zda tutgan asosda yana shu mablag' jiddiy lozim bo'lib qolsa qaytarib beramiz. Shu endi mushturlarimiz bo'lganlik uchun shu xalqimizmi endi manfaat erisha oladi. Mana shirkatdagi ishchi xizmatchi do'stlarmi, xizmatchilarmi endi shu kirimi ko'paydi degan gap. Manfaatga erisha oladi. Manfaatga erisha oladi. Amanlısa, şu saxlaplı durup diken, şu şirketini bir sözlü basam, bir maqtı basam, şu hemkarlıq turlarını davağan bolsam, bizden körmenlerimiz hemkarlıştıqanlar bilvasa, dep bana paydın dep bədik. Şunaq mı? Çünkü hem de çokum səlilqi bəzi bir turlarını, hemkarlıştıqan məzmunlarını iniq düşünüşlük çöndürmesek bulmaydı. Bir ilqi düşünüksüz ufkumlar payda bo'lib qilishi mumkin. Hozir tekshirishga to'g'ri tushuntirib berdingiz. Ras 50 ming shu mash og'i deklam. Rasay o'z isbotlab berdi. Ya boy men qandaq oldingiz 50 ming mashina deganda hozir isbotlab berdingiz shu. Mana shundaq har bir xaridorga, har bir hamkorlashuvchiga mana shundaq mas'uliyatchanlik tuyg'ungiz bilan inchika oldi shu ügülürgüçe çöndürüp etkenlikiniz üçün hemkarlaşkan ki şirketke paydası tegidu, şirket paydası tekkenkin lider hoş buldu, lauda hoş olan ki maaşınız çıkıdı degan gap. Bek yaxshi, xulaslı ettim bu das bir çay tanadı. Yeni bir turumuzni unutib qopdim. Baştan da bu sefer 1 minut vaqt bermanda. Bizniki asosiy turimiz hamda mashina sotadigan tur. Bu mashinamizniki basimo intayin muvofiq boshqa yerdagidan. Hamda mashina sotadigan, mashina setish savdosi bilan shug'ullanganlarmi bizning shirkat bilan hamkorlashib, bizning shirkatdan mashinalarni chiqib biz mashina ta'minlayapmiz. Shunlashqa bizning mashinalarimizning bahasini kirgan xaridor oson qabul qila oladi. Shundan biz hech qancha jabr tortmaylar, mashina sota olamiz, ondan maoshimiz ko'paydi. Oy mana. Rahmat, amanız acımı şunçilik düşünüşlük oldu. Rahmat, her aylık maaşınızın texmi iş berişini 2 ayda 60 ming hatta ki 100 ming, 400 ming hop gitişini ümit kılımız. Rahmat, rahmat, amanız selamet olsun. Rahmat. İlya rahmat, pek suyundukçumu. Acep bir güzel paranlar oldu ya. İsil deydi. Bu hemkarlık türleri bekli isil. Qaltis, yolbariz qaltis. Gayret qilinglar. Mushundaq o'zga ham xalqqa o'rtaq foyda yetkazadigan shirkatlarning ko'plab qurilishini umid qilamiz. Yaraydi. Yolbariz uchun yana bir chavogimiz beraylik. Unda bo'lsa mehmonlar shunday ekran oldiga ko'rmanlar. Naq maydondagi mehmonlarimiz chavog chaqan vaqtda o'zinglarmi chavog chilish unutmanglar. Chavog chaqash, naqshlar usul o'ynagash, uydagilar bilan kayfiyatni ko'targash, ko'rsanglar nim degan payziya. Bir naqshchi, kuychi, ijodiyatchi qarindishimiz bor. Bu inimizga biz necha xil nomni bersak bo'ldi. Chunki Dilara bildi, odatda biz naqshchilarni shilipay, o'shanpay deb ayiramiz. Hamda shilipay deganimiz iqtidorli naqshchi. Pek kilishgan emas, faqat shu iqtidori bilan, o'zining ovozi bilan, ijodiyati bilan, asarlari bilan ko'z ko'rinayotgan. Hamda yana bir qism naqshchilar bo'lsa, o'shanpay, garchi naqshni odatdagidek aytgani bilan kilishgan bo'lganligi uchun ko'rmanlarning, anglag'uvchilarning esida tez qoladi. Hamda sahnaga chiqmoqchi bo'lgan, biz uchun xizmat qilmoqchi bo'lgan bu inimiz, qarindishimiz bo'lsa, ham shilipay naqshchi, ham o'shanpay naqshchida qandaq deganda hem kilishgan, hem naqshini yaxshi aytadi. Uningdan boshqa ijodiyatlarimi texi bir-birdan sarxil, yurakka tegadigan, yurak tarimizni chekadigan
naqshlarni vujudga chiqara oladi da. Naqshlar tayyor o'xshamamdi. Hozir bir sahnaga chiqib bizni bir hayajonlantirib va so'pga uniki hammanglar deb chaqirib ketadinglar. Keremcan bormi yo'qmi Keremcan? Bizning ham shili pay naqshchimiz ham o'shan pay naqshchimiz, ijodiyatchimiz, kuychimiz Keremcan qani sahnamizga marhamat. Keremcan. Voy Keremcan, qaranglar mana. Keremcan'a bugün bir cümleni soğuk qilma. Mushu yaqinda bak yaxshi ko'rib qolgan bir jumla. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz degan bak baland jumla. Oldi bilan mushu Naqmeydondagi va internet oldidagi barliq do'stlar, mana yaxshi donlarmi bugun Al-Kuyi Sups orqali shunday bir go'zal faoliyatimizda bizning go'zal riyosatchimiz bilan birlikda sizlar bilan ko'rishganimdan ayt xushalman. Qaysi jumlani so'q qilmoqchiman? Shuning bilan. Desiniz, başka很入心的呀。有些人一辈子都在寻找舞台，而有些人自己就是舞台。Payzi gapmikan? Peshonam da'vatamsiz. Masalan, Kengri ba'zi insonlar, qisman insonlar bir umr sahnani izlaydi-da, sahna qo'g'ilishidi. Menga bir sahna bo'lgan deb tirishib ketadi, jafo tortib ketadi. Lekin ba'zi insonlar bo'lsa, o'zli bir sahna. To'g'ri. Shuning uchun mush jumlani Keremcan'a so'q qilaman. Baya ta'riflagan ham shili pay, ham o'shan pay naqshchimiz, kuychimiz, ijodiyatchimiz, biz yaxshi ko'radigan suyimlik inimiz hamda sizlarda. Qani, diqqatinglar bo'lsin. Sizlar uchun xizmat qildik. Hamda sahnani Keremcan beramiz, ha? Unda bo'lsa, bugun mana barliq tuqqanlar bilan, do'stlar bilan chiroyli hamdastlik bo'ldik. Nayati yaqimliq yaxshi so'zlarni oldik, direktorlarimizning yaxshi planlarini, fikrlarini oldik. Unda bo'lsa oldi bilan shu barliq do'stlarimizning yaxshi kayfiyatiga, to'rdoshlarimizga Sana aşıqman temisidagi lirik naqshamni aytmagan bo'lsam, shu naqshimizga birlikda jur bo'lgan bo'lsak. Marhamat.
üçün Sana aşıkman Külürüdür sen üçün Sana aşıkman Sana aşıkman Sana aşıkman Sevdiğin üçün Sana aşıkman Sevdiğin üçün Sana aşıkman Külürüdür sen üçün Sana aşıkman Sana aşıkman Sana aşıkman Rahmat. Şunun bilen unda busa. Gülşen adam qoldi mandaq qilgandikilla. Albatta yana birini aytmasak bo'lmaydi. Mana bu shu aziz do'stlarimizning ishlari yaxshi bo'lsin. Yo'lbars sirktining ishlari yaxshi bo'lsin. Har qachon hammadan muhimi tanla aman bo'lsin. Aziz yurtlarimiz aman bo'lsin. Shuning uchun amonay temisidagi sho'x naqshamni aytib bersam, sho'x kuyimizga birlikda jur bo'lgan bo'lsak. Marhamat. Kışı kara idi aman ey aman ey Yürek azar idi aman ey aman ey Yarının kışı kara idi aman ey aman ey Yürek azar idi aman ey aman ey Yar yüzünü görmesem aman ey aman ey Tünde uyku yok idi Aman ey aman ey Yar derdimiz yaman ey Aman ey aman ey Kara kuti yaman ey Kança bilmedim, yarga derdim etmedim Aman ey, aman ey, yar derdimiz yaman ey Aman ey, aman ey, kara kuti yaman ey Yardın icrak etmezmen Baba bilen gül bilen Yar kümlini alar men Aman ey aman ey Yar derdimiz yaman ey Aman ey aman ey Kara kuti yaman ey Aman aman ey Yar derdimiz yaman ey Aman aman ey Karaguti aman ey Aman ey aman ey Yar derdimiz yaman ey Aman ey aman ey Şkutimiz yaman ey Aman ey aman ey Yar derdimiz yaman ey Aman ey aman ey Küyük derdi yaman ey
Rahmat, davamlıq bizden güzel riyasetçimiz Gülşen Adem'in sahibimiz tekbetimiz. Merhamet. Bitemdi mi ya? Paranlaşımız mı? İcadiyatlarınızga, köylerinizga, turmuşunuzga, teximiz zor natijalarni shundaqla barkatlarni tilayman. Rahmat. Kuylarınız muhabbatli bo'lgandek, turmushingizmi texmi muhabbatli Deganimiz bo'lsin. kelsin. Hammamizga shundaq bo'lsin. Sovg'atlarimiz texmi muhabbatli bo'lsin degandek iliq sovg'atlar bor. Rahmat. Haqsiz sen aytdi 10 ming yuanlik mashina setib olish e'tibor kartasi, 5 ming yuanlik mashina o'tirish mukofoti, yana 2 ming yuanlik mashina ijara ilish kartasi. Rahmat. Az bo'lsin ko'ngil sog'imiz, cho'ngchayim shunchalik kelardi. Cho'ngcha. Rahmat. Unda bo'lsa davomliq chapa tatbiqan bo'lamiz. Rahmat canım ukam. Har qanday vaqtda bizning hurmatimizni qildigan mushundaq inlarimiz aman bo'lsin, o'z yaxshi ko'radigan mastonlarninki shu yuragi uchun, qalbi uchun sog' salomat tursin. Texmi ko'kligin. Texmi egizda ushqin. Egizda ushqin. Ekran aldırı qadrli görmələr hazır görətqanlar bolsa, Şinjan Yolbaris maşın mülazimetçilik çeklik şirketinin xeridarlarımızga minnətdarlıq bildiriş fəaliyyəti hazırki fəaliyyətimizin görətqan dostlarımızdan sani 200 mingdan aşdı. Yani Elgüy Bivas tarqıtı süpüsü arqılıq fəaliyyətimizin görətqan dostlarımızdan sani 200 mingdan aşdı. Rəhmət dostlar çəmbirikiga şundaqla toplağa toxtumay yollaş arqılıq bizga inkaz qaytırış arqılıq bizga mehr muhabbetini bildiriyotgan barcha dostlarımızga, körmenlerimizge rahmet sizlerge, rahmet. Asli bugünkü faaliyette Abdikerim Kam, yani biz emimiz intayini hürmetleydiğen usta sanatkarımız Abdikerim Ablis efendim katnaşmakçı bu film iliş sebebiden çünkü bir intayin çoğun bir filmge resorluk vatıdı şu hizmetin jirak bir caydı bob qalqilib kilemey kaldı. Lekin bizge vədi yolbarısının keyin qitimliq fəaliyyətiga çoxum qatnaşmayız deb qatnaşıman deb. Abdikerim Kam'dan gipini depli ciddileşkit baram deme. Abdikerim Kam köz aldım kelip bunda. Rahmet Abdikerim Ka, sizden o bizge yollagan güzel tilaklarinizga minnetdarlığımızın bildirimiz şundaqla barcha işleriniz oңushliq bo'lsin. Filminiz özünüzden oylığınızdek yaxshi chiqishini chin yuragimizdan umid qilamiz. Eng zo'r tilakimiz kelar qitimliq Yolbaris maşın mülazimetçilik çeklik şirketining faoliyatida sizni ko'rishga taqazamiz. Rahmat. Amsa Sayya sayayetining mukofotini berpaqimiz mı? Bermiz. Çünkü bizden körmenlerimizden sani 200 mingdan aşdı. Bermiz. Yani aldı bilen 5 dostumuzga sayya sayayetini berimiz, berip levitimiz soğuk kılımız. Şinjan Yolbaris maşın mülazimet çeklik şirketi soğuk kıldı. Bayaqi şartlarımız esinladi barmı? Agar esinladi bo'lsa, inkas rayonning bir izitinglar men ko'rib baqay. Birinchi shart nimati? Birinchi shartda alomat payzi qizidigu ashundaqa biz bayat qiziydi qandaq deb. Rahmat. Ha esinladi bo'lsa da biqinlar birinchi shart nima? Tezroq. Izchil ko'rish, to'g'ri. Izchil ko'rish. Gülşen yaxshi ko'ramiz. Çemberek chiqarish to'g'ri, bek to'g'ri dedinglar. Çemberek chiqarish, dofin shang bek to'g'ri, guanju qilish bek to'g'ri, yo'lbarisni yaxshi ko'rish to'g'ri. Algü to'g'riga agishish, to'pqi taqtish, geychun lifa bek to'g'ri. Şu bulvatıda guanju algüyü yaxshi yaraysizlar. Panyojarga yollash, adam köp to'g'riga yollash, başdan axir ko'rishma bir dostumuz shunchalik to'liq yozibdi jumu. Rahmat. Mana mushu shart sharoitlarni hozirlagan vaqtimizda mukofotga erisha olasizlar. Birinchidan algüyü to'g'riga agishish, guanju qilish, ikkinchisi bo'lsa do'stlar chambirkiga ham bahirlash, uchinchisi bo'lsa to'plarga yollash. Amsa birinchi qitimliqni boshlaymiz. Ya'ni ben şu özlemdeki de kılı anın telefunda. Yani kaysını bassam buldu Mehmetcan? Kaysını basma. Muş asıtkini bassam buldu ben. Ali içi kayıtçı.
ya. Unda bo'lsa diqqat qilinglar. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, Şinjan Yo'lbars mashin mulozimat chekish şirkati sizlarga tayyorlagan haqsiz sayyo mukofotidan 5 ta hozir tanlab chiqamiz. 5, 4, 3, 2, 1 başlandı. Mana hazır bizning do'stlarimiz to'xtamay chiqotini ko'rdinglarmi? Mana u undidardagi bosh surati to'xtamay aylanayotdi. To'sha beraldik, qama yaqin ko'rinish beraldik. Bo'ldi bu mana mush yaqin ko'rinish. Sen ya sayaytib bo'lganki 1 minut saqlab beraylik ya. 1 minut saqlaylik ya. İnkas rayoniga Yo'lbars eng qattiq Yo'lbars mangu yashsin. Yo'lbars yaxshi ko'ramiz sizni degandek mana mushunda tilaklarni qoldirg'ash. Mushu bizning tanlıq doiramizning ichiga kirishinglarni umid qilamiz. Unda bo'lsa mana Amimiz tang 3 qitim Yo'lbars sayliya, undan keyin to'xtataya. 3, 2, 1 Yo'lbars! 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 To'xtadi! Bunda besh chiq bo'ldi. Orzugul deb bir qiz. Uy, nimsin? Sen chiqibdimi? Yo'q. Sening bir do'sting chiqibdimi bizning akanga? Ya'ni mush naq maydondagi texnik bir inimizning akisi chiqibdi, chayqirab ketdi. Hozir maydonni bir oldi bu. Yani Orzugulga chiqibdi. Fanni, ismi Fanni degan bir do'stimizga chiqibdi. Uningki ismi yo'q, uningki Abu deb birisiga chiqibdi. Ey endi deb birisiga chiqibdi. Gulqavarmikin deb o'yladim shu do'stimizni. Unda bo'lsa, eng tez suratda bizningki shu ekranimizda ishkilik kod bor. Ishkilik kodni skanerlash orqali shu do'stimiz bilan aloqalashing. Uningki adresingizni, telefon nomerlaringizni qoldirib qo'ysangiz, sayohatga chiqadigan vaqtimizni sizlarga deb beramiz. Juma bili chiqsaq bek yaxshi bo'ladi ya. Yana boyaqi bizning haqsiz sayyo mukofotiga erishgan san'atkorlarimiz bilan libos 20% bo'ladi ekan-a. O'rinlashtirib aytdim-ku men. Shular bilan basuna, men mukofot chiqqanlar libos qiziydi, ko'ngillik bo'ladi. Unda bo'lsa saltib shu. Bular qanday aloqalashdi Rasmametjon? Nima qanday aloqalashdi sizlar bilan? Shirkat bilan? Mush mikrofonni beray ha. Mikrofon. Ha. Mushu mukofot chiqqan, mushu besh qarinish emas. Mushu boz ata. Bo'lmasa, eng kichik degandimi? O'g'illikcha bizning shirkat hozir odam bor, o'rin deb beray. Bu Urumchi shunday qo'nchaq deymiz. Shuningki Dizo. Di bina 18-qavatga chiqib, Şinjan Yo'lbars mashin mulozimat chekish shirkatiga bir tizim o'tsa, undan keyin biz shularni tizimlatgan arxivlarga qarata bilet ilish, yotoq o'rinlashtirish, undan keyin yaxshi mashinalarni shularniki yosh va amdalik bizning hayot mashinalar ko'pda. Yaxshi ko'rishiga asosan yaxshi ko'rishiga asosan ularga mashina o'rinlashtirish, undan keyin bizning yaqinda setib olgan yana bir narsamiz bor. Paraxot. Şu paraxotlarni o'rinlashtirish degandek. Yana birday. Islamasa deysizlar, ekrandagi ko'rmanlar. Degandek ishlar bilan biz mushlarniki sayohatini ko'ngillik bo'lish uchun biz chiqib bilan qo'yish emas. Yoki biltinni bilan sayohat tashib emas. Ashlarni berib, avval bizning sayyo shaharni, undan keyin bizning sayyodiki Yo'lbarschilarning qurgan bir shirkatini, muhitini ve bizden mulozimatimizni haqsiz holatda bir tiyan qildirish. Sayyoga berishdan tatib qaytib kelgichi bo'lgan barliq xalqlarga sizlar ega bo'lsizlar. Biz alaydiga bo'lamiz. Mana alaydiga bo'ldik ana, bu ega bo'lishlar emas. Alohida ega bo'lish paraxotni unutib qolmanglar, ekranga ko'rmanlar. Undan boshqa bir telefon nomerini mi qoldirib qo'ysak bo'ladimi? Ya sal turib inkas rayoniga shu nomer bilan aloqalashgan. Bu
Şart bu yak berişninki asaslık hamda şart mesela 5 qarindoshninki o'z baramısımı? Ha. Masalan, ota-onasiga, urug' tuqqanlarga masalan vafodorligini bildirsa bo'ldi. To'g'ri, pek to'g'ri Barsan. dedingiz. Biz endi o'z borolmaydi deb qoldirib qo'ymaymiz. Yaxshi. Chunki Esilay. ular ajr qilgan mehribon onalari, jafokash odamlari bor. Shular apasi bo'ldi. To'g'ri, to'g'ri. Undan keyin uning asosiy sharti nima degan chaqda? Mush o'zimizningki, mushu davlatimizningki qonun To'g'ri, to'g'ri. Rioya qilgan ahvol ostida ruxsat so'raydigan ayollar ruxsat so'rab degandek. To'g'ri, to'g'ri. Anda bir telefon nomerini qoldirib qo'yaylik sal turib ya bo'lmasa. Chunki endi naq maydonga kelmaydiganlar bo'lib qolsa, endi Urumchidagi shirkatga kelmaydiganlar bo'lib qolsa deyman-ku. Urumchi shirkatga kelanmaslik ehtimollik yo'q bo'lib qolib qolsa, masalan telefonni biz bilan aloqa qilish orqali biz nomerni kirgizib bersak bo'ladi. Aloqa qilish orqali biz ularga endi o'ziningki amaliy ahvoli qarta o'rinlashtirib bersak bo'ladi. Bo'ldi. Telefon nomerini deb beraymi? Ha, bo'ldi. Telefon nomerimni deb beraymi yo ishxona nomerini deb beraymi? Ishxonaninkini deb bo'lmasa men avara qilyapmiz. Ha, shu endi 0991 0991 26 11 959 959 0991 26 959. Ha, mush numarni bizning xizmatchi xodimlar eng yaxshi inkas rayoniga bir yo'llab atgan bo'lsak, chunki hozir mukofotga erishgan do'stlarimiz to'xtamay ko'ryapti emasmi? Inkas rayonidagi uchurlarni ko'ryapti. Mana oy chiqirib bo'ldi inkas rayoniga. Pek tezken jumu. Buldu. Rahmat. Bo'ldi. Rahmat. Pek hoş buldum jumu. Mübarek bo'lsin, tabriklaymiz shundaqla Xinjiang Yo'lbaris mashin mulozimat cheklik şirketining sizlar uchun tayyorlagan katta mukofotiga erishgan har bir do'stimizni, har bir qarindishimizni tabriklaymiz. Mana bugungi minnatdorlik bildirish faoliyatimiz pek yaxshi ilib berilyapti. Minnatdorlik bildirish faoliyatimizning eng muhim nuqtasi biz mana mushundaq faoliyatlar orqali o'zimizning Junxo Xalq Jumhuriyatining puhrasi bo'lganligimizdan intayin baxtli his qilamiz. Biz intayin baxtiyor, ozod, alayda ajoyib taraqqiy qilayotgan bir zamonda bir vaziyatda yashayapmiz. Shunlashqa eng oldi bilan minnatdorligimizni ana vatanimizga, Junxo Kommunistik Partiyasiga bag'ishlashimiz kerak. Chunki partiya hukumatning dono siyosati bo'lganligi uchun Xinjiang Yo'lbaris mulozimat cheklik shirkati bugünkidek yaxshi natijalarni qo'lga keltirdi. Shu natijalar asosida iqroldagi har millat do'stlarimizga mana shunday katta mukofotlarni bera oladigan shart sharoitlarni hozirlay oldi. Shunlashqa biz hozirgi vaziyatni hassillab qadrlaymiz. Birinchi qitimliq mukofotni tanlab bo'ldik. Muzikani hamda birdam to'xtatib turamdi ufkam. Faoliyatimiz bek yaxshi bo'ldi. Vaqtning qanday o'tayotganini bilmayotimiz. Algi bevosita arqitish Supsi orqali faoliyatimizni ko'rayotgan do'stlarimizning soni 260 mingga yetdi. Rahmat, ham bahirlab berayotgan barcha qarindoshlarimizga, do'stlarimizga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Yana shu rahmat deyalaydi ekanmiz. Bag'ri gulshan. Jismi gulshan. Kuylari gulshan. Bir qiz bor. U ham Gulshanning do'sti. Yani Gülşen Mehmet Tursun'un dostu. Mayra Hamut'un mu dostu. Bu dostumga qanchalik ta'riflashlarni bildirsekmi azliq qildi deb o'ylayman. Chunki bizning do'stligimizga ko'z tegmasin haqiqatan biz sinoqlarda, vaqtlarda tavlangan haqiqiy do'st degan mana mushu nomga loyiq do'stlardan biz. Şunlaşqa biz özümüzün dünyadaki en baxtlik, en boy, en ta'layli kişilərinin qatardan o'rin alğıza alayımız. Albatta bu onun isilliqiga, adamiligiga, axloqiy fazilatga berilgan en yuqori baho bo'lsa, kuylarga bo'lsa, men onun naqshlarini anglasam, lirik naqshlarini anglasam, bir muhabbat hikoyasiga cho'mib ketaman. Bütün muhabbetlik hikayeler göz aldığımı keladi. Çünkü onun naqshlarida, kuylarida qarindoshlik bor, yaxshilik bor, mehr muhabbet bor. Kayfiyatim sal yaxshi emas vaqtlarda jonliq naqshlarini anglab ketsam, mushu
özümni unutgan holatda kayfiyatimning tuvanligini butunlay unutib ketalayman. Nemişqa? Bu uning kuyining sehriy kuchi. Bizni har xil hissiyot qaynimiga boshlab kiralaydigan har bir kuy moda naqshiga aylanayotgan suyumli kuychimiz, isil do'stimiz Gülşen Mehmet Tursun'un ağinisi Dilara Abdüşkür'ni sahnimizga taklif qilamiz. Yani Ürümçi Televiziya stansiyasining ataqli ovoz artisti shundaqla eng alqishliq naqshchimiz Dilara Abdüşkür. Rahmat suyumlik dostum Gülşen. Salam Naqmaydandagi barcha aziz mehmonlar. Salam kamera oldida o'tirgan suyumli qarindoshlar. Hammanglarga Ürümçi Televiziya stansiyasining ovoz artisti shundaqla yosh naqshchi, shundaqla Gülşenning do'sti Dilara Abdüşkürdan o'tliq salom. Rahmat har qitim faoliyatlar bir-birimizning shundaq izzat hurmatimizni, shunchalik qadrimizni qilib kelyapmiz. Bugungi bu faoliyatga qatnashib, men birdan bir his qilgan narsa minnatdorlikni his qildim. Yo'lbars sherkitining boshlamchisi Eliyar apandim oldi bilan bir minnatdorlikni o'ziga hamroh qilgan bir esil qalb egisgan. Shunlashqa boshdan oyoq onasiga, opasiga o'ziga kuch berayotgan atrofidagi barcha qarindoshlarga to'xtamay minnatdorligini bildirdi. Yo'lbars sherkitining bundan keyingi qadamlariga texmo zo'r utuqlarni tilayman. Yo'lbars sherkiti mamlakatimizning ichida emas, dunyoga to'linib ketgisi, texmo zo'r qo'shin bilan dadilmang'isi. Alki to'rg'im rahmat. Mehmetjon japa chekdingiz bugun. Undaq bo'lsa, men sizlarga ep kelgan qalb so'g'ilarimni boshlab ketay. Yani shu konu qaydimiz bo'yicha boshlaymiz ha? Uyumning aksi sholar Butun ağrım diken yarim Butun ağrım diken yarim İşqi utunda ülep ketsen İçin ağrım diken yarim İçin ağrım diken yarim Rahmet. Aldı bilen huzurunlarga sunduğun naqsh yana seg'inib qolgansiz. Rahmet. Hoş eytipla ketdingiz Qaysi o'tda kuygansiz yurgan bilan yiroqda yana seg'inib qolgansiz Xush aytibla ketdingiz
gülüşni muhabbetlik söyüşni baxit bilib köyüşni yana sığınıp qalğansız tatlıq gülüşni muhabbetlik söyüşni baxit bilib köyüşni yana sığınıp qalğansız təsəlli yoxmu sizga külkə yiraqmu yüzga pushayman yap shu sizga yana sığınıp qalğansız təsəlli yoxmu sizga külkə yiraqmu yüzga pushayman yap shu sizga yana sığınıp qalğansız ketken bilan ayrılıb çöp yürekler qayrilib ketken bilan ayrılıb çöp yürekler qayrilib chidalmasdan tartışıp yana sığınıp qalğansız chidalmasdan tartışıp yana sığınıp qalğansız chidalmasdan tartışıp yana sığınıp qalğansız Rahmat. Necha kun oldidagi bevos tarqitishda yangi e'lon qilingan naqshamni aytgandim. Bugun yana o'xshash bo'lib qolmasin. Ko'pchilikning necha yillardan beri olqishiga erishib kelgan Halimni so'ramay nomli usullik naqshamni dil aram minglarga sunaman. Birga jir bo'lsanglar. Rahmat. Benziyorsun. Alma alsam
chiroyli Mayra, rahmat. Rahmat, suyumlik dostumga rahmat. Hazır bizning Alkuy to'rda ko'rayotgan do'stlarimiz soni qanchaga berib qolgandi? Ko'rayapsizlar? Qanchaga vadi? 290 mingdan oshdi. 297 ming, 300 mingga yaqinlashdi degan gap sal turib 300 mingdan eshib ketdi. Cho'qim chataq yo'q-a. Naqshi degan mana, ay, ovozingizga g'iddat yetmasin. Isil, rahmat ada. Qo'llaydigan do'stlar bekchiq sizni deydi mana. Ajab yaxshi. Muştaq isil yürek sözleri çıksa ben hoşup gitimize. Mana. Yolbarisinin isilliqidan. To'g'ri, yolbarisinin isilliqidan bu adıdı. Amdi sahniga kimni chiqarsak bo'lar? Rost Diloraning so'g'itini mukofotini demabdi-qa, Diloragimi o'xshashla sen yasaydi. Bu mukofot ba, haqsiz sen yasaydi. 10 ming yuanlik mashina elish e'tibor kartasi, 5 ming yuanlik mashina asrash kartasi, onun başqa 2 ming yuanlik mashina ijara elish kartasi. Ayen tötni. Yan tötni etsak mukofot texmi chiqaysa. Biz hammamiz ili chaqchaqlarni pek ko'ramiz shunda qo'yamdi. Bu ili chaqchaqlar bo'lsa, turmushni, hayotni qizg'in suydigan umidvor, hayotga mag'rur yuzlangan ili xalqining eng qimmatli boyligi. Mana shu boylikni betish yo'lida tirishayotgan mijazi optopdek bir isil inim bor. O bo'lsa-mu Javlan. Javlanma mana o'zining eng isil sovg'atlarini bugun yo'lbarisga sunmoqchi bo'ladi. Isil inim, unda bo'lsa, ash mikrofonni ilib olamsa, xap bo'lmayjidim fikam. Ranjima. Bundaq ish bor. Ili chaqchaqlarning sodiq varisi. Hey, kulkitida Tarishayotgan. Ha, amsan qoldi ya fikam, masakna. Hurmatli kadla aqla. Yaman qiqas birdan kirib chiqib ichilib turyapmiz-ku sizlarga. Shunga jalliq o'tirib berganlarga rahmat. Nima yo'lbaris? Voy bo'ldi qilgan shu elkuyga mana qolibsa deb. Mani ko'rsatmasam olmaydi-ku. Buni bosh shu Gulshandamlar kashf qilgan-ku, Tala yulduzni ismini uyg'un qilib. Tunjalik mikrofonga viviskasqa adam shu. Viviskasqa nima? Telefon nomerlari bor nima deydi? Ma yo'lbarismi, bir nima Abbosmi bir shirkatniki mashina sotgan bir ish bu bugun. Ayda deb lobani tepmoqchi olayotganda mushkam, loban mushkam. Chaqchaq yo'lbaris ikkinchi qatamliq qo'y mening qatnashimniki mushi. Chaqa veram olmabsan. Odatamiz veram bo'ldi o'zlar. Ha, keyindagi bolalarmi kulib o'tiringlar sizlarda-cha. Yaman qarg'uvchi o'g'laydigan 3 minutga o'tiramayman daqan. Qiqas o'tiramiz. 300 minglik adam ko'rayotdi mani. Sizlar yana an vaqti bolalar ekan bu daqamiz yana. Hamma mashinadan olgandan keyin qiqas o'tamiz qolmaydi. Bir yumurlab ashapqa yaqin ichib olsam deb ketaman. Achammisam asla inib chimayam dey. 10 ming, 20 mingning gap bo'lyapti-ku, menda qo'rqinchli. Ma so'g'atlar, Ma so'g'at sal surlik ama. So'g'at sal surlik tek turdim. So'yat? Sayati bir gap bor. Ajak gapirib bir nima qiladi bular. Korxonchi degan odat qum sanaydigan to'sa. Biz shu tashin sanab sayyoq berib olamiz. Kelay biletlarimizni mushlarnikni biz inib keldik. O sayyoq deganda. Ada. Adamiz xiyol sayyoq berib bo'ldi hozir. Hadi usab ketib xiyolni ko'ks ichib o'tadi edi. Paraxutlarga chiqib beshini qaydirib oldi o'zi. Paraxutning shofiri Dillara adam ekanda. Ben kiyim tanlamay bir dasturxon uyga beni kelib dedim. Sen ma kiyiming olasiz, ichil dasturxon chiqsam olib keldi. Chaq o'zimning hadisi. Qiziqchilikda bundaq akilab qo'ymay, yetilish jarayon bundaq bo'lib qoldi ekan. Ma yumur Isamkamdan başımıza qo'ymaydi. Isamkam davlat tilida nol hamdi. Oydudim barg'ab qilib, sayyoq boramdi odamman. Taksidan bir to'siblar, qo'pol Isamkam. Taksiga chiqiblar, "Vey! Zulu" deb to'qira. Taksi chiqmaydi ana barg'ini. Narchuna?
öydürüm. Şu müdürüm? Ve nega öydürüm nega ürümçi nega. Nega öydürüm. Ve bu pujdoğa nega. Ve ne öydürüm pujdoğmaz. Pujdoğa dınca dep taksi çıp doğrap pırıp dömdi. Ve nega öydürümçi nega. Dep doğrap pırılsa o judap apırıp yesamkamda kep tavazı kapırıp kaptı. Yol barız. Yol barız dep siz üzünüz maşin satkan bilen üzün maşinsiz yok deydiniz siz ne? Üzün maşinsim deyken kep adamdım. Kişiler gelirken küçük bil görüyorum dep moto edip yürüydük ya dempang motolarını. He? Tek bay görüney dep motoğumu şoprayla yaptı bu adam. Yaman pezi. Ay 10 mı 20 mı ras beremsen sen? Çırağında divanıga pul emedik dursan. Aqlım ya ölek kuydirgan pul emas tu. Ay deyman. Ya mana ondek adamni kuldamak masalamiz. Yol barış dersim bir. Mening o barış deb bir ishtim bor deb o'zing bilsa. Katta adamning ismini qo'yib olibdim men uningga. O'zgartdi uni, ha aka. Ya mening ishtim 2007ning ishti u. Shuni ham bo'shaldirib ochdi u. Qo'rqini ko'tarsang qo'bishang ichildi ochdi. Shikirdan saqozganman majni. Dehshat payzi va o'zingiz bir cho'ng lobanning da bir xil qarsili bo'lindi ekan. Solapti va pulu. Paraqtim bormi? Nechinchi yilning paraqti? Bu greyli qilib paraqtni Shinjonga kelibdi deydi. Nima ish qilsa buni desa sayramni kira qilmaydi kerak. Qarqib turib. Payzon aka chaqchaq ko'klab ketdi. Hammadamga mashin bo'lgan yaxshi. Shundami bir yo'l borish deb niqib senanchilarga o'rindiqqa yetmagan yomon qiziq oldi-da. Ha bechoralar talab turibdi. Men keldimmi deb bir. Ipek yo'lga chiqqandek bo'ldi da. Sen hozir Muxtar Buğra ustozi bo'ldingiz. Birdan kirib, echilib birib inib tushadi-da ama. Dillar adamlarga bir yana tepibdi-ku mana. Payzova, ama inimdik adam faqat chaqchaq tushunammi otsiz nimada? Og'ichi bo'yanqa oltin esi bilib. Baxtiyor zagardim yo'q oltin. Ash bo'yan ko'tagan, bo'yanning vijdoni va bo'yan ekanmi? Bo'pti, mashinalarni yiqib kelib, mening bir akam bor deb, sening da aqangga deyman mashinani. Bu hammani kasb aqli bo'ldi-da. Bu ma Urumchida donli hech bu. Ama joyingni alan qolmas bu yerda. Buni santana mashinasi, ama bu 100 dilaydi, tövünü 100 bunun. Keyinigi dolu kısmı 70'lerde dolu qildi bu. Şittik bu. 180 Urumchiraydi. Ama onda gaplar. Bir kuni menimda Bagan tarafda mashina musobaqa o'tkazdi qo'y, mana mashina musobaqa o'tkazgan. Bu shunda shuya kiraq berib qilib, bu shtaq musobaqa bor degan kelib fuqishmay qatnashibdi bu. Her paucho deydimiş. Bizda olgan paucholar. Vish o'tab bir paucho inik yaptı birinchi bo'lib, keyin mushkira qilgan sontana inib kelgan gap. Bu nima bo'lgani bu? Santanachini deb kapti ikkinchi ulab deb ziyorat qilib, mana birinchi o'g'anga 20 ming so'm pul. Ikkinchi o'g'an santanaga 5 ming bo'ldi. 10 mingdan beraylik mushanga desa, aka pasdan tushib, birinchi o'g'anga 20 ming qo'yib beryaptinglar shunda desa, bo'ldi deysan, men fuqishma yo'llarda kira qilib ketdim deydi. Ha yo'lda kira qilib beraylik. Yo'l borish deb. Pek payzisim keldi, yo'l borish deb. Siyasətlər barma aka? Badab qo'ysan deyilmaydi. Siyasətlər yeni to'qu deymadik. Ey. Shundaymi? Uzam bir anglanmaydigan bir ish. He? Ma sorun bo'lib qoldi bishkini. Yibikamni akab qo'ygan bo'lsang, yibikam chaqchaqchi yibikamni dedi. Bo'ldimi aka bizning ustozlar deb akeldik. Sorunda yibikam dehshat ichilib ketdi aka. Qiqaz ichildi ama. Qaytgan chaqdamda razı qildigan ishlar bor endi. O bal keliblar 150 ko'p pulni menga tanglatdi, yibikam berib qo'ygan bo'lsang deydi bu. Nima bo'lgani desam, jinim aka to'yda faqat pul tushmaydi dedi, bo'ladi deb yibikamdan qishib berib, yibika, nima deyman men endi? Yinimdan qo'shay desam, men oti chiqdi. Shunday 150 ko'ni berib yibika sotib oldi aka. Ama 150 so'm, balaninki dadisi yo'q, balati. To'yni varan qilayotgansa, voy jinim fikam chada yo'q, saxovat degan bizning deblam ketdi. Oy sorunda to'y qilish qolgan bir bola aka, Jovlanka. Yibikamni aka pasani. Voy bu aka bir deb yibika. Bir o'tirish varsam keldi, u so'rindim desha deshib ketdi. Yibikam ma'nogan chog'da butun bolalar mes yetib qoldi qara. Voy yigit pish yonchiqli 100 so'm chiqarib mushul berib qo'ysang deydi. Boshqida mi tuvanda 100 qo'ygan. Nima deyman men? Yibika.
Babalama dadısı yok balatı aka. Kapımayma yüz koyup ne ketken bolsanız vay canım fikrim sakavet degen menenden. Gep yok tep yolcuk ketken. Yana bir mesaj bu kapıya da. İbikam telefon kıldım namus kılmay. İbika uydaq bir mesaj bataka kepperem sensem berip bersen berip bere canım fikrim bir sürüş qilib baqına toyuğan balan atanız barmiki deydi. Toyuğan balan atanız barmiki deydi. Uydaq gepler barçu hemen men. Devkengi maşallah barmı? Ha 10 ming koyni anladım ben. Biz 10 mingdan berip atıp sanılsam. Uğraşma ya bu. Ayda. He? Ondan sonra ben 2 ming koyluq çellimadan berilen 8 ming koyni qaytırıp alayım. Ya manda değiştikçi hazır. Ya ticaret bayda biz, şuydan da biz. Qara, tip bilip barım hemen. Pişanalaring yo'riq kema, taqdiring yo'riq o'xshaydi. Lobamni o'xshatsang yaman bo'ldi. Taqdiring yo'riq o'xsh, nurg'a odamni ishiltib, nurg'a odamga mashin qulaylik yaratib, sayyohlarga olib da'vatsiz. Nima degan ulug' odamsiz ey. Ha, saxovatiga sendan surish qilib baqaymi, otangiz bormi? Peyzi var, peyzi. Sizden aç, rast çaşma adaş. Jiraktan kalsan mogo yenge gel başka. Başma ada dopu mu? Siltirepler yazım tumak gibi asla ko. Ha, çıraylık ya o. Küllük çaş dep koyumuz ya. Beşanga yağmur ötmeydi anında. Beşanga yağmur ötüp hıyalların yol kılıp etemez ba. Elkü yaka mana. Moş adam tağık tuatılgan ne cüzman adam gel. Sen benim toyamda bağak taktıp besem. Acayip takıtsan kedeyim. Ama gep takatkan bolsan aka bütün adamla ajrashib yutelasan desen. Tak tishqa shtik. Bu sot tishlagan bolsan aka sen. Bul qo'ymayla ajrashinglar desen. Umaq aka ma. Kichiklardan qara, kostyumning ichi bir yerdan qonab ketdi. Kalon jigirdek o'tirib deyman o'zi. Payz bormi? Mamajikam esel o'zimizdan kisbizak menda qolaylik bilan yaratib turadi. Şu ayna bu gap bo'lib qoldi ya-chu. Ha aka. Bu loban amoq top qoldi birdamda. Jiq chiqimmi mushtaq qilib qo'ydi adamlar. Asa emasda, jiq chiqim undaq qilib qo'ydi. Deyishdi qo'yachu, ama ballar 10 mingni menga yig'ib menga bergan bo'ldi. Mamajikam bergan bo'ldi, mamajikam naqshchi. Bular adamga bergan bo'ldi uchun menga birla mashin berganga ana deyishdi. Va, mendanim mikrofon bilan bir deytam o'sha bir anglayapsiz. Mikrofon bilan bir deytam. Rosminime. Bopta rishtkam qo'mayliqqa kamera shirkatidan bir mashin beribdi-ki, chaqchaqchin yurisa deydi. Bak berdi deydi. Va, dehshat berdi deydi ama. Bulash 70 ming ko'ylak mashindan birni ikitma. Bulan bo'lmamdi. Chaqchaq ana deb shirkat vayron qilib yotmay. Ama yana deyishqay 10 mingni yig'ib menga bergan bo'ldilar. Men apirib baqaman, aqamda aqmamda hamda o'zingni ish. Bo'lamdi? Unda zaten men qaytay. Senin rak gülüşende böyle 10 ming 2 ming koy satamsa 80 ming koy verildi. Ya ay verildi maşallah macınga. Bulan mı memnun? Ya rost devatı mı adam? Rost koydu. Vay bana gül. Ne kılıp pul vermeyi bunun dine. Bir eket bergan gül ko bu. Aldın kupel yattımmış el köyünün takat kama gülne. Aldın paliyatı bana Abdullah akamga bergan bana. Bu qo'rlu bizda tikki yo'q chaqchaqchilikka qaldimdi. Chaqchaq. Ha, Gulbaris mashin gul terimsizlar. Ko'zibtiq mashinaning kayni gul teriydigansizlar. Rasa Isil bek yaxshi shirkatga, Mondo shirkatni men tunji ko'rishim. Rasa. Bu oltinkan ochilgan shirkatmi bular? Uning qo'nmang, buning bang bir mashin yig'ib bang bir mashinim qilgan bo'ldi. Nim ben sana bersin. He? He, daq. Ya ama birini bermedi diyem. Ha şu. Tova, bir yerlik. Bak gönlüne sana beriydi ben var maşın. Maşın verirsen o. Vermem. Sana ben ekim vermem maşın. Anda sen bile oynayacağın tortum tübükçüsünden maşın verip koymayın. Rahmet canım fukam, rahmet. Texim berketlik bol. Teximi kökligin. Rahmet canım fukam. Ay, bugün acep küldük, acep huzurlandık.
bek feyz bo'yatdi. Yana isil numurlarımız var. Hazır mana Muştap'ın özde Elküy Bivas Tarqıtı Supsi arqılıq Şinjan Yolbaris Maşin Mülazimət Çəkiliş Şirketinin fəaliyyətini görətqan dostlarımızın sani 330 mınğa badi. Mübarək olsun, təbrikləyimiz. Dostlar çəmbirkiyə toxutmasın, həm bəhirləb bəgən bizden barcha qeyrindaşlarımızga minnətdarlığımızı bildirimiz. Rəhmət sizlərə cavab çəkdinlər. Rəhmət, rəhmət. Bək yaxşı bo'yatdi, Əmdi mukafat. Bir mukafat tanlab etamdiq yoki açdaqmi? Ha. Bunda qilaylik. Biz baya 5 dostumuzga senya mukafatını berdik-ku əmdi. Çünkü bugünkü bizning faoliyatimizda naq maydonga kelgan vakolatchilarimiz bor, naq maydonga kelmagan vakolatchilarimiz bor, hamkorlashuvchilarimiz bor. Mushtapda Abdum rayonimizning har qaysi joylaridan Alkuy Bivas Tarqıtı Supsida faoliyatimizni ko'rayotgan vakolatchilarimiz uchun, hamkorlashuvchilarimiz uchun bir ayrim mukofot ta'sis qilsak bo'larmikin deb o'ylab qoldim. Shunaqmi? Chunki boyiqi biz 5 mukofotni, 5 haqsiz sanya mukofotini ve Qıqetdim qo. 5 senya haqsiz mukofatini mushu Alkuy Bivas to'g'riga kirganlam do'stlarimizga bergan. Shart qo'ymagan vakolatchi bo'lishingiz kerak yoki hamkorlashuvchi bo'lishingiz kerak deb undaq shartlarni qo'ymadik. Faqatlam kirgan bo'lsangiz, Alkuy to'g'riga agashgan bo'lsangiz, do'stlar chambirkiga ham bahirlagan bo'lsangiz, to'plarga yo'llagan bo'lsangizlar mukofotga erisha oldingiz, ya'ni 5 do'stimiz. Endi biz hamkorlashuvchilarimizga mukofot beraylik deb o'yildim. Nimishqa deganda şirketga ishinib, şirketning kelgusiga ishinib, şirket bilan tang taraqqiy qilsak, bizning kelgusimiz texmo parlaq bo'ldi deganga ishinib, hamkorlashuvchi bo'lganligi uchun ularga bir katta fursatni berishimiz kerak. Shuning uchun amdiki senya haqsiz mukofotini hamkorlashuvchilarga, vakolatchilarga beramiz, ya'ni 10 do'stimizga. Agar qo'shilsanglar inkas rayonida qo'shilamiz deb javob bergan bo'lsanglar, agar davinimda bizga bermaydi deb o'ylagan bo'lsanglar, hamkorlashuvchi bo'linglar unda bo'lsa. Vakolatchi bo'linglar. Shu vaqtda bu imtiyozga sizlarmi erishalasizlar. Keyin qitimliq faoliyatda balkim hamkorlashuvchi bo'lib, sizlarmi sayyaga berib qilishinglar mumkin. Unda bo'lsa boshlab ketamdik. Mehmetcan. Yani 10 dostumuza yani men Kaychi degani basıman, onun dikin Hodong Jijang Kaychi degani basıman şu çağda aylında 3 2 1 başlandı. Bir soatda men hozir to'xtamay aylanadi, ya'ni bu qitimliq fursat bo'lsa, bizning hamkorlashuvchilarimizga, vakolatchilarimizga berilgan mukofot barliq hamkorlashuvchilarning bu katta fursatga erishishini chin yuragimizdan umid qilamiz. Sadi bu mukofot kimlarga tushadigandik, kimlarga mansub bo'ldigandik, kimlar sayyaga bora oladigandik, yaxshi qo'shilamiz. To'g'ri deysiz, yo'lbaris eng xalqsiz mana. Rahmat, to'g'ri tushunganinglarga rahmat. Qo'shilamiz. Rahmat. Men qo'shilganliginglarga ishonatdim. Rahmat, xudo bo'lsa. 3 2 1 yo'lbarisni 3 qitim deylik, ha? Yo'lbaris to'xtadi. Mana 10 do'stimizning ismi sal jiqqa sal turib shu tizimlikni bersanglar, men shuni o'qib beray bo'lamdi. Keyingi nomerimizdan keyin men ismlikni e'lon qilaman. Endi sahnaga chiqadigan bo'lsa, biz hammamiz yaxshi ko'radigan, faxrlanadigan yana bir suyumlik inimiz. Har qitim men bu naqshimizni bek umoq naqshimiz deyman. Umoqliqin desam xijilib ketadi. Hada endi bunda demisiniz deb. Chunki endi buning aytayotgan kuylarimi haqiqatan umoq. Nimdab umoq bo'ldi? Chunki suyumlik bo'lganligi uchun. Shu kuylarni biz yoqtirganligimiz uchun umoq bo'ldi. Unda bo'lsa endi ham kuylarni yaxshi ko'radigan, ham o'zini yaxshi ko'radigan inimiz Farhod qilib saklimizga marhamat.
Paratmu intayın tırışan inimize yıkının yaqı toxtumay yeni icadiyetlerini qıvatıdı. Özlam emas yendiki barça naqşını yaxşı gördüğün dostlarga icadiyet qilishda özünün barça gücünü çıqırıvatıdı. Vih! Yoqa ketdi bu nim boldu deyme. Qani unda bolsa Parat inim sehnimizga marhamat. Salam. Naqmaydandagi barcha azizlar, ekran oldidagi tordoshlar, hammalarga menda o'ta salomlar bo'lsin. Shu Gulshan adam riyosatchilik qilsa, ishqi pamya qizib ketdi. Avot bo'lib ketdi. Salomat bo'ling hada. Bugun shu Mahira adamning taklifi bilan shunday yaxshi fursatga ega bo'ldik. Shu Yo'lbars shirkatining bundan keyingi taraqqiyotning to'ximi zo'r, futuqliq bo'lishiga tilakdoshman. Növətdə özümdən bir naqşı var, coşqun şox naqşam. Aldın qayda taqatqan. Şu naqşamni eysam usul oynağılı bulmaydı əmdi. Geçəl şoquraq naqşdı. Şimdi asıma bu naqşamı jör bulub, xoşal kayfiyatni hazırlab, bəsanla anlab, bəsanla xoş olub, rəhmət. Gülşah'da oynayacağım. Eyvallah emdi kimde soğuk Yılan yanım derden Bana buldu buluk Bu davani eyvallah emdi kimde soğuk Bağlılık 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 dünyalılık Bağlımıza kümüni emdi kaynatan buluk Bağlılık 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 dünyalılık Bağlımıza kümüni Emdi kaydatan Seni kırılasak keyge Yerge harap kalılıp Meyli yok yar yanıda Harap dedim bağlı Seni kırılasak keyge Yerge harap kalılıp Meyli yok yar yanıda Harap dedim bağlı Bağlılık 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 dünyalılık Kalbıza kümüni Emni kaydatan Bağlılık 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 dünyalılık Kalbıza kümüni Emni kaydatan Arkamızda can bulur Tut tane nasat üzere Gülmerem gel Arkamızda can bulur Tut tane nasat üzere Gülmerem bilimlerem Çok verdi gel çalım Bağlılık 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 dünyalılık Kalımıza kümüni Emni kaydatan Bağlılık 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 dünyalılık Kalımıza kümüni Emni kaydatan
olsa ko'ngli Emdi maydadan bulur Emdi maydadan bulur Ey rahmat, rahmat. Rahmat canım ukam. Farhat har qanday vaqtda chiqib men riyosatchilik qilgan faoliyatda bo'lsa, Farhat men chuqum rasiyatmada, rasiyatmasam bo'lmaydi. Bu o'zimga shundaqla ko'rmanlarga berilgan eng yuksak hurmat deb. Shunlashqa biz Farhatning rastçılıqıga, samimiyligiga, shundaqla ekran oldidagi ko'rmanlarimizga bergan shu yuksak hurmat uchun bir chavkimizni yog'dirib o'tgan bo'lsak, rahmat enim, rahmat. Rahmat ukam, mukofotlar bor, o'xshashlik mukofotlar. Ha, anglab bo'ldimmi? Bo'ldi, anglab bo'ldim deydi. Unda bo'lsa shu mukofotlar bor. Deyishib bilib boramiz ya sen yaga ukam, ha? Chumi? Rahmat ukam, rahmat. Ha. Sahnalarni o'rib buzib. Bo'ldi canım ukam, ishlanmaydi. Hech qis yo'q. Bala unda bo'lsa amdi biz sen ya mukofotini, ya'ni hamkorlashuvchilarimizning kimga chiqqanligini sal turib e'lon qilamiz. Bugun hammasi men yaxshi ko'radigan inilarim kaptujumu chin yuragimdan yaxshi ko'radigan, shundaqla menimi qo'llaydigan, hammani qo'llaydigan, bir-birimizga madad, ilhom, mehr, muhabbat kuch berib kelayotgan, shundaqla men yuragimni berdim, ularni yuragini bergan, sahnalarda bo'lsin yoki turmushda bo'lsin, bir-birimizga haqiqiy ochiq ufq bo'lib kelayotgan, kasbdagi meningki eng qoyil bo'ladigan inilarim ekan. Endi sahnaga chiqadigan bo'lsa, barliq onalarning, barliq otalarning, barliq farzandlarning yuragida cho'nqur o'rin olgan Anam chiroyliq degan naqshi bilan 7 yoshdan 70 yoshgacha hammasi cho'ng ko'rdigan eng suyumli inim Abdusami, qani sahnimizga marhamat. Abdusami, buning isinligi, kichikbelligi, kamtarligi, ig'ir besiqligi, salmoqligi. Bir cevap veritayli unda bo'lsa Abdusamiga qani sahnimiz Abdusami uchun. Salam, ekran oldidagi, to'r oldidagi barcha azizlar, shu naq maydondagi barcha tomoshabinlar, Kamina Abdusami erkindan hammanglarga o'tliq salom, oliy ehtiromlar bo'lsin. Abay niyazi men gapimda ozg'iltdim-da. Keyinroq chiqib qolsak sal ezib ketganmiz gap so'zlarimizni. Davomliq shu mehribon, chiroyliq onlarimizning hurmatiga men nega bo'lsam shu onam chiroyliqni aytib bermasam hisob bo'lmaydi ekan-ku. Bugungi shu faoliyatdami ekran oldida nurg'unlagan mehribon, chiroyliq onlarimiz qarab turayotgan bo'lishi mumkin. Shundaqla shu Yo'lbaris shirkatining bundan keyingi ishlariga muvaffaqiyat tilab, onam chiroyliq deymiz naqshamni taqdim etib, yoqtirib qo'yinglar. Rahmat. Balam
Rahmat, teşekkür, rahmat. Bunun keyingi ishlaringlar muvaffaqiyatli, dag'dug'liq olsun. Rahmat. Qo'y, ha. Rahmat Abdusami mukofotlar ismimizni qo'y, ha. Sayat görüşelim hamsa, ha. Sayat görüşelim. Yo'lbars şirketida görüşelim. Ekran aldırki qadrli ko'rmalar hozir ko'rayotganlar bo'lsa, Alkuy to'rda bevosita tarqatilayotgan Xinjiang Yo'lbars mashin mulozimatchilik cheklik şirketining xaridorlarga minnatdorlik bildirish faoliyati. Hozir men Alkuy to'rda bizning faoliyatimizni ko'rayotgan do'stlarimizning sonini sizlarga deb beray. Ya'ni 370 mingdan ortiq do'stlarimiz faoliyatimizni ko'ryotdi. Rahmat sizlarga, rahmat. Mana bu bizning natijamiz, Yo'lbarsning natijasi. Baya hamkorlashuvchilarimizdan biz sayya mukofotiga erishgan do'stlarimizning ismligini e'lon qilamiz degan-ku. Hamda ya'ni sayyaga sayohatga berish fursatiga erishgan talaylik hamkorlashuvchilarimiz, vakolatchilarimiz kimlar deganda diqqat qilib anglanglar. Ismlar chiqqandan keyin bizning inkas rayonimizga men kelman deb chaqirib o'zinglarning bağlığınlarını məlum qoydunlar. Rahim Rozi, Ayşemgül, İlzat, Rayla, Keremcan, Amannisa, Gayretcan, Farida hanım, Memtimincan, Habibe hanım. Mübarek olsun, qutlayımız. Sayyağa sayohatga berish fursatiga erishgan bizning talaylik hamkorlashuvchilarimizni mübarek olsun. Mübarek olsun mana. Isil deydi, sizlar chiqib o'tamsizlar, sizlar bormi, mush mukofotga erishgan do'stlarimiz inkas rayonida o'zinglarning bog'liqlarini bir e'lon qilayotgan bo'lsanglar. Bugungi faoliyatimiz haqiqatan bizning o'ylig'imizdimi bu pek ma'nilik, ahamiyatli, yuqori kayfiyatda mo'l usulliq ilib berildi. Men shu pek hayajonlandim. Rasmiy bir san'at kechidagi qatnashgandek o'tadimjimi? Ekran oldidagi ko'rmalar sizlarmi bizga o'xshash hissiyotdimi? Endi faoliyatimizning eng oxirida cho'qim maydonni haqiqiy ko'tarib tura oladigan naq maydondagi ekran oldidagi barcha ko'rmalarimiz chayqirab ketadigan bir kuychimizni taklif qilmasak bo'lmaydi. Bu kuychimizning ovozida mo'ngi bor, yuragida mo'ngi bor, kuylarda mo'ngi bor, muhabbatlarda mo'ngi bor. Bir mo'ngluq naqshchi. Albatta bu naqshchimizning, kuychimizning har bir naqshi menimcha ekran oldidagi barliq do'stlarimizning muhabbatlik hikoyalariga shohid bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu yoshlik davrimizda muhabbatlik hikoyalarimizda uning naqshisi bo'lmasa bo'lmaydigan holatda cho'ng bo'lgan raslam. Shundaqmi sizlarmi men o'xshash hissiyotdimi? Agar o'xshash hissiyotda bo'lgan bo'lsanglar, inkas rayoniga yozinglar. Ya'ni amdi men sahnimizga taklif qildiganim men bek ta'sirlandim. Yana bir nuqtani davtay. Chunki bu kuychimiz faoliyatga eng boldir keldida, kelib mana hozirgacha shunchalik qizg'inlik bilan, bir mehr muhabbat bilan o'tirib-o'tdi. Undan boshqa menga yana bir bek ta'sir qilgan yeri, har bir naqshchi etmoqchi bo'lib sahnaga chiqsa, Muşu bizden texnik inimiz bilen birlikte tanışıp, meyeni bunda kılsa, ayeni bunda kılsa, meyeni yukaralımız, meyeni tüven alımız deyip, cömdi. Toğra, karı bulmuşsun bulatdi. Minan akşam bulmuşsam, özlemininkini yaxşı essamlı bulatdi desimi, biz herkes rencimeyimiz. Lekin, muşu bir hareketininle bu naqşımızdan, kuychimizdan qanchalik esilligini bilib olsak buludu. Özlam emas, öz yaxşı görüdüğün şundaqlar yendiki kasbdoshlarga özünün yardımını, mehr muhabbetini aymaydiganligini bugungi mana mush amaliy hareketidan bilib oldik. Onda bo'lsa, amdi sahnimizga taklif qildiganimiz bo'lsa, alqishliq naqshchimiz baya men degandek ovozida Jürgide Mongba naqshchimiz Mehmetcan Abay qani marhamat. Hurmatli azizlar, oxirgi chiqishimdimi bizning riyosatchilarimiz shu bugungi faoliyatimizning muhim bir o'rinlashtirishi.
Endi abay deb o'tdi. Bu müzik to'g'riliq. Müzikni anglashning o'zi bir san'at-ku. Ijro qilish bir san'at bo'lgan bo'lsa, anglashning o'zi bir san'at. Endi azizlarga abay bizning Eliyarjon inimiz bir ona to'g'riliq bir gapni qildi, chiqiblar. Chunki nima bo'lsa bu hayotimizdan eng go'zal ma'nosi onamiz bilan bo'ladi. Yana-chi desa, ona bizning eng yaqinimiz. Har vaqt bir odamda mayli kichik vaqtlarimizda deb o'tdilar, bir ishdan qo'rqib ketdilar. Ya bir ishda qo'shilib ketdilar, nima bo'ldilar? Avval onani chaqiramiz. Bu inson qonuniyati. Buni hech kim o'zgartirmaydi. Avvalmi shunda deb, bumi shu, bundan keyin shu. Bu inimdan degan gaplar ba'zi bir ko'plik avval bir she'r deyman. Buni men ona deb bir naqsh yozgancha, abay Sami inimiz bir naqsh o'qidi. Bu ona degan chiroyli degan kellar odamning yurak, odamning bu yer bir go'shva, shu qalb deydigan bir narsa bor. Biz onimizmi qalb anglab, yerilib o'zligini suyunib ketadi. Nima degan chaqda bu ana degan bir so'z, nayt muqaddas bir so'z. Shuni deydi. Bir avval bir kuplet naqshni, abay namajiq muzikani jab ketdik, muzikalik oldik, shunami? Bizning cho'ndirimiz avto bo'ldirimiz bo'lsa, orida o'tirib, eshik o'zi bo'lar mangada, tepida yetib o'zi naqshni o'qimadi ekan to'q. Biz mangsak u harbi yo'q endi. Ama sendimi harubimizmi bir kuplet bir yengil avval onamizdan boshlab o'tdilar. Rahmat, men bir kuplet ana degan mana shunday o'qisam. Bu yürekten sığınıp anamga salam. Mehre ateş kalbi gül anamga salam. Ana canı salam. Güzelliğe gül bergidek sözleri hasel. Anamga salam. Ana can salam. Anamga salam, sözleri hasan. Anamga salam. Hammamizning onalar omon bo'lsin, salomat bo'lsin. Ona degan bu so'zdan dillar yayraydi. Ona degan ochilgan to'zimas guldir. Ona degan bu dunyoda bari yo'q birdir. Gül anamni toj qilib başımga kiysam. Rahmat. Hamda men sizlarga bir ikki naqsh o'qib turman. Yana biriga bu Yo'lbars abay nurg'un tarif bo'ldi. Men bir qiz gapni aytdim-chi. Men shirkatni maqtamayman dedi-chi. Nima degancha yana bir qiz gap bo'ldi. Mening qilayotgan ishim, mening olib borayotgan mulozimatim, mening basqan qadamlarim o'zi so'zlaydi dedi. Mana bu eng yaxshi e'lon. Bu eng yaxshi e'lon bo'ladi. Shundaymi? Chunki mushuni har bir odamni bu yolg'iz o'zi qilmaydi-ku. Buni hamkorlashuvchilari va buni xaridorlari va shundaymi? Turli bir necha turlari bor ekan. Masalan, buning tashviqotini mas'ul qilayotgan bir xonim bor ekan. Endi mushu shirkatniki, mushu faoliyatini eng oxirgi bosqich turyapti. Endi Yo'lbars degan bu shirkatda cho'qim mening biri hamkorlashadigan bir yo'lim bo'lishi mumkin. To'g'ri. Rahmat. Rahmat. Endi bu azizlarga men bir menda mushunday sal avvarchilik bor menda. Mushuni bir tayoq qilib qo'yguchi. Bo'ldi. Yana sizga bizning shu to'rda mushu Mehmetjonim laqsin bir onsa qo'ltay degan onlarimiz bor. Bu uchun şirket üçün birini oxugan bo'lsam, bizning onlarimiz üçün bir naqsh o'qiyman. Ajab yaxshi. Görmələrimizin arzu armanları əməlga aşdı ikəndə. Şu. Çünki nima degan chaqda salomdan salom qaytadi. To'g'ri. Avval biz salom qilishimiz kerak. Ondan keyin bizga salom qaytadi. Hurmatga hurmat qaytadi degan Tamam. Yana bir nima degan chaqda biz san'atchilar degan gap mana birdan taqmoqchi. Sen to'xtab tur, men bir qizga pulni qila olay, ya, mabak muhim. Hozir muhimi ma'vo, da'atqan gap. Junum fikam cho'patattың. Mana o'zdirib aytdi, hozir nima da'atim? San'atkorlar uchun. San'atkorlar nima to'qchi, nima degan chaqda bu san'atkorlar xizmat qiluvchi.
Tomoshabinlar uchun xizmat qiluvchi xos, tamom. Shu tomoshabinlar ko'rib olsin deb faqat mishani egiz qilib qo'yganda, avat o'rnimizni hisoblab kelgan chog'da bizning o'rnimiz tövanda turdi. Tomoshabinlar bizni tomosha qiladi, bizdan huzurlanadi. Demak biz bir xizmatkor, bir xizmat qiluvchi. Xizmat degan nech xil bo'ladi? Masalan, Abduzay deydigan shofir ustam o xizmatni qiladi. Oshpaz ustam tamoz qilib, biz cho'sa, biz faqat san'at tuqqanligimiz uchun san'at yo'lida bir xizmat qilamiz. Shuning uchun bu xizmatlarimizning tamoman bir ko'ngillik bo'lishi uchun biz mu ko'ngildagidek bir xizmat qilib olishni orzu qilamiz-chi. Tushunami? Qilib olish uchun nima bo'lish kerak degancha, oshpaz uchun bir qozon bilan soflik bo'lish kerak. Shundami? Shofirga mashin bo'lish kerak, san'atchiga bir sahna bo'lish kerak. Bizga bu sahnani tayyor qilgan bu Yo'lbars shirkatiga, bu shirkatning boshlig'i deymiz, Elyarinimizga, bir mehribon bir onasi bor ekan. Ona degan qilayotgan ishimizning barakati. Hayotimizning eng yaxshi ma'nosi. Shuningga men hozir qadar onam bilan birga turaman. Hozir qadar har kechki boraman, onam bilan birga bo'laman. Endi men mushas kirganim bilan hozir qadar yana onamizdan tanqid olib turmiz. Garchi 40 yoshga kirgan bo'lsak-mu, shu onaning oldida yana o'xshash biz bir bola. Shuning uchun onalarimiz omon bo'lsin, salomat bo'lsin, xayrli bo'lsin. Endi men bir ma'ni bir ijro qilish uchun ashid bir men taqmasam bo'lmaydi ekanda. Chiqay canım fukam, sen mi doğru düşen bayağı emdi Mehmet Çakan şu bir yaxşı xizmat qilman deb ko'rmanlar uchun. Ekrandagi qadrli ko'rmanlar, ko'rayotganinglar Alkuy bevas tarqıtı subsida naq meydandan tarqıtılayotgan Şinjan Yo'lbars Mashin Mulozimatchilik şirkatining xaridorlarga minnatdorlik bildirish faoliyati. Ko'nglingizdagidek mashinni ishonchli o'rindan setib bormi? Ekrandagi qadrli ko'rman. Az yo'l bilan esil mashinalarni ijaraga elib, turmushni o'zirog'ingiz bormi? Ishonch iqtisodingizdan foydalanib, haqsiz mashinaga erishgingiz bormi? Ishdan sirtqi qo'shimcha xizmat qilib, kirmangizni oshirgingiz bormi? Shundaqla ishonch iqtisodingiz bilan foydalanib, ishonch iqtisodingizdan foydalanib, muqim kirimga erishgingiz bormi? Shundaqla mashin ijaragarchilik to'g'ri bilan hamkorlashib, muqim foyda kirimiga erishgingiz bormi? Undaq bo'lsa, Şinjan Yo'lbars Mashin Mulozimatchilik şirkatiga keling. Şirkat siz uchun ang oliy mulozimat qildi. Undan boshqa 2 oyning oxirigacha Şinjan Yo'lbars Mashin Mulozimatchilik şirkati bilan hamkorlashgan, ya'ni 300 ming yuan bilan hamkorlashib shirkatning bosh hamkorlashuvchisi bo'lgan do'stlarimizga 5 sug'urtani, ya Vuching 5 xil sug'urtani to'lab berdi. Undan boshqa haqsiz sayohati mukofotiga erishalaydi. Harakat qilishinglarni umid qilamiz. Unda bo'lsa Mehmetjonning tayyorligi bitib qoldi. Hamsa sahna Mehmetjon qildi. Ovoz bormi? Mana pasarek. Avval bir naqshon bor menimcha, muhabbat deydigan. İnsan, har qanday inson bir muhabbatdan ayrilib yashayolmaymiz. Bu muhabbat qandaq desa, shu 10 necha yilning oldidagi ashliq davrimizdagi muhabbatda. Endi shu vaqtni bir eslab o'tsak-a. Rahmat. Söygüm bolusun öz rayım bilen dilim köysun dil rayımı bilen söygüm bolusun öz rayımı bilen dilim köysun dil rayımı bilen
seni söyleyen üzmeylim dilen hergizimu bulmuşsun bu mecbur bilen seni söyleyen üzmeylim dilen hergizimu bulmuşsun bu mecbur bilen muhabbet donemez her yanı caçkulu muhabbet bal emez yolda açkulu bu yağdır uyun emez hedef koygulu muhabbet bal emez yolga saskulu dileğim şu bulsun öteyi bir bilen yaşlığım ötmesin kardılı bilen uyumağım bir ömür hem bu armanlı bilen dileğim yaşaştı yaxşı yar bilen kısmetim sağlığın yaman sözlerden sağlığın bedniyat yaman közlerden yıraklar suikastlik yot nazarlardan dileğim yaşaşlı vabadar bilen süygün bolusun üzrayını bilen dilim küsün dilrayını bilen seni söyleyen üzmeylim bilen hergizimu bulmuşsun bu mecbur bilen seni söyleyen üzmeylim bilen hergizimu bulmuşsun bu mecbur bilen bir mecbur bilen bu mecbur bilen rahmat rahmat endi hurmatli bir yangi naqsham borda bu naqshning ismi Kütkün muhabbatda küt endi muhabbatni sog'lom o'tkazish uchun muhabbat kutish kerak-ku. Mayli er kishi bo'lsin, mayli ayol bo'lsin. Bir sog'lom muhabbatni oyoqlashtirish uchun bir sog'lom muhabbatni kutishimiz kerak. Shu sog'lom muhabbat bizga hamroh bo'lgan chig'imizda bir sog'lom, mukammal bo'lgan bir oila saqlanib turdi. Shuningga bizga muhabbat deydiganimiz cho'qim ikki narsa birga kelish kerak. Mayli nima bo'lishidan qat'iy nazar. Masalan, men gitarni yaxshi ko'raman. Buning bo'lgan bir muhabbatim bor. Bu bir men bir. Ikki shakllandi, shundaymi? Hamda sevgi muhabbat uchun bo'lsa, cho'qim menga bir yaxshi mening bir yo'q, mening safardoshim bo'lish kerak-da, hayot safardoshim. U bir men bir. Chunki nima degan chog'da, sevgi muhabbat degan chog'da
bir yaxshi bir hamroh bo'lgan chog'da bir go'zal bir hayotni ko'chagil bo'ldi-chi. Shuningga men bir yana bir naqshi bor. Hammaylar bir o'sha naqshni bir o'zirlansa. Ma gitarni avval tuvanmi? Tuttum yedim ba men. Tota? Endi bo'ldi. Bizden yuqurib ketdi. Mana men kiydirdigan narsa qana. Men gitarni qancha bir narsa olmaganman to'g'rimi? Bo'ldi narsa. Men mikrofon sal yuqurib ketdimi? Qalchiq. Tutuşup git pardon. Hemra bolğan yarmağa özün kütüme Sığındım şirin sözlerini kütüme Hemra bolğan yarmağa özün kütüme Sığındım şirin sözlerini kütüme Yüreğimin ala feryat kılar senin veslinge Yalğızlıktan öler buldum kütüme Yüreğimin ala feryat kılar senin veslinge Yalğızlıktan öler buldum kütüme Senin bilen bile ötmek arzuyumdu Sana bağlangan muhabbet takdirimdu Muhabbette ötmektimen kalender kebir Aşığımның söygüsü paktur şirin kebir Muhabbette ötmektimen kalender kebir Aşığımның söygüsü paktur zöhre kebir Billa ötken küllerimiz hem küllerimiz Öttem şaktın üstü yıpık öylerimiz Billa ötken küllerimiz hem küllerimiz Öttem şaktın üstü yıpık öylerimiz Buradan verçene dağçay içkenimi Çördep çıtlap etken hoylar rahatımı Buradan verçene dağçay içkenimi Çördep çıtlap etken hoylar rahatımı Bağım öptü Zeynep yok kakı oldu Hikayedek aşığı yok meşgul oldum
Bağımıptı hikayedek aşık buldum. Hikayedek aşığı yok meşk buldum. Yığılar yürek yalğızlıktan tünlerim garip. İbret bulsun bu ayrılıp ötken günler. Yalğızlıktan yığılar yürek keçilerim garip. Bizge ibret bu ayrılıp ötken günler. İbret bulsun bu ayrılıp ötken günler. Garip günler, yalğız günler. Rahmat. Endi nima degan chaqda haqiqiy bir muhabbat suygu olgan chaqda 1 soat aralashqimi ko'zimiz qiymaydi ekan-chi. Rahmat. Rahmat. Ha? Endi mana ishki naqshig'imi qanmagan bo'lishi mumkin ekran oldiga ko'rmanlarimiz amaliyotda. To'g'ri. Shunami Mamatjon. Endi bizdan bu shu sizdan qanaqa gapingizni anglab boqay. Yo'q, qanday edi shundaq riyosatchining gapini anglaydigan gap borki, men anglashim kerak-da. Erlarning hurmatini qilamiz. Ha, rahmat. Yaxshi ayol kishi shunday bo'ldi. Aqlli ayol kishi. Endi yaxshi aqlli ikkisi bir gap-ku. Tarif o'xshashmaydi. Endi bizningki bosh nishonimiz nima bo'lsa, bu yo'lbars sirkitining shu iste'molchilari abay deb o'tdi, xalqimizga deb, shirkatchilar, tijoratchilar, iste'molchilar deb ataymiz. Iste'molchilarimiz deymiz-ku. Bu bak muhim gap. Bizning shu iste'molchilarimizga rahmat aytish yusidan bu faoliyat o'tkazibdi. Shunday bo'ldimi? Endi bu faoliyatning nihoyat go'zal bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Nihoyat ma'noli bo'ldi. Men bu tegishli xizmatni qildim. Mening keniga bu shirkatniki, bundinki ishlarniki barkatlik, xayrlik, buningdan bosgan qadamlarning to'g'ri natijali bo'lishini umid qilaman. Rahmat. Bək rəhmət Cümü Məmmədcan. Ekran altı görmənlərimizə tanıtqıcı etib bəgən bolsunuzmu? Yəni anlaşqı razı Cümü. Rasa naq meydandakı şundaqla ekran altı görmənlərimiz sizdən şunçilik razı boldu. Baya deyəndək əmdi bizning muşu görmənlərimizni, bizni yaxşı gördüğən anlıqçılarımızı, dostlarımızı razı qilish bizning məcburiyyətimiz, bizning vəzifəmiz, bizning nişanımız. Ekran altındakı qədərli görmənlər bugünkü, yani Şinjan Yolbars Maşın Mülazimet Çeklik Şirketi'nin xeridarlarına minnətdarlıq bildiriş fəaliyyətində hazırgıca mana bizning fəaliyyətimizni köygən dostlarımızdan sani 223 min boldu. Mübarək bolsun, təbrikləyimiz. Özünün ən qimmatli baylıqını, yani vaxtını ajırtıb bugünkü naq meydanğa kəlgən, şundaqla ekran aldıda izchillikni saqlab, aqidasi bilan, ajr bilan, mehr muhabbati bilan bizning faoliyatimizni ko'rib bergan barcha Tangirtog'ning Janob Shimoldagi hamma do'stlarimizga, qarindoshlarimizga, urug' tuqqanlarimizga, jumladan Şinjan Yolbars Maşın Mülazimet Çeklik Şirketi'nin iste'molchilariga, hamkorlashuvchilarga, vakolatchilarga yana bir qitim minnatdorligimizni bildirib, egilib turib salomimizni yo'llaymiz. Rahmat sizlarga, rahmat. Bugungi faoliyatimda müşahada oyoqlash oldi turmoqda. En ahırda ekran aldığındaki barcha görmənlərimizdən, yani Şinjan Yolbars Maşın Mülazimet Çeklik Şirketi'ye ergeçken hamkorlashuvchilarning, vakolatchilarning, her bir dostumuzning, her bir gününün xatirjamlik, amanlık, xoşallık, bayashatlik ichida o'tishini, shundaqla her bir kuniga Yolbarsni hamroh qilishini chin yuragimizdan umid qilamiz. Xayr xo'sh, hammanglarga rahmat, yaxshi ko'ringlar. Xayr xo'sh.